Eng yomoni o'sha ish beruvchi qaytib O'zbekistondan odam olmaydi. O'zi umrimdagi eng qiyin holatim shu Germaniyada ko'rgan bo'lsam, bu ham bo'lsa Pragada bo'lgan. Ishoning, sizdan keyin keladigan yuzlab odamlarni oyog'iga bolta urgan bo'lasiz. Ichimga xuddi muzey bir narsani bosgandan keyin, "Ha, nimaga hurmatsizlik bilan qarading velosipedchiga? U hayajonlar yaqinlashganingda yiqilib tushishi mumkin edi." Men eng yoqtiradigan 3 ta 5 tasini aytay o'zim dasturimni. Birinchi galda nimaga deydi, mana shu SNG davlatlaridan kelganlar hovli qilib haydaydi deydi. Sen hatto hovli qilib haydayapsan deydi. Biz bir narsani qurib qo'yasanmi deydi. Ishoning, work and travel dasturi bor. Qonni ichadigan, biznesga o'tib ketgan dasturlardan bittasi. Euforiyaga berilib ketadi. Ya'ni ketayotganda boshqa fikrda hozir boraman, 3 oyda boyib ketaman. Mana kresloda mazza qilib o'tirardi. O'shanda 8 ming, 10 ming, 12 ming oladigan bo'lsa ham qaychi degan narsa juda kuchli ishlaydi Germaniyada. 12 ming olsa shuni tirs kesadi, qo'lingizga 6 ming tushadi. O'sha odamlar o'zimiz o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz deydimi, aldanib qolmasligi uchun shunaqa firmalarga nimalarga e'tibor berish kerak birinchi o'rinda? Haligi bechara ichidan nima o'tganini biladi, shuni. O'tda yurgan odam. Unga vaqt kerak, boya aytgandek, yarim yil, 1 yil tinchib o'tish kerak. Assalomu alaykum Daryo kuzatuvchilari. Bugun biz Germaniya haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz uzoq vaqtdan beri Germaniyada yashab kelayotgan va o'zining shaxsiy blogi orqali yurtdoshlarimizga manfaatli videolar ulashib kelayotgan Nodir aka Hojiyev. Do'stlar, qulpinayni qarang. Orqasida foydalanib aqllilar yo'q. Bizdan qat'iy nazar, bizda aqlimiz qandaylik teshinglar. Assalomu alaykum Nodir aka, studiyamizdan sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum aka, kattakon rahmat taklif uchun. Xudo xolasa o'ylaymanki, bugungi videolarimiz hamma uchun manfaatli va informativ bo'ladi deb o'ylab qolaman. Dastlabki savolim o'zingiz haqingizda biroz kichkinagina ma'lumot bersangiz, chunki ko'pchilikka qiziq. Albatta, kim o'zi? Ko'plar o'ylaydiki, Nodir Hojiyev bu bloger bo'lishi mumkin. Chunki hamma videolarni ko'radigan bo'lsa, o'sha Germaniyaga qonuniy ishga o'qish bor. Germaniyaga qonuniy ishga o'qishga borishni yoki u yerda borgandan keyin sayohatlar qilish bo'yicha juda ham ko'p roliklar tayyorlaganman. Insof dalalari yoki shunga o'xshash ishonch do'konlari. Aslida men o'zim bloger emasman. Germaniyada o'sha faoliyat olib boraman, ya'ni meditsina, psixiatriya, psixologiya yo'nalishida. 2020-yil shu Germaniyaga ishchi viza bilan, Fachkraft viza bilan ketganman va u yerda bir vaqtni o'zida ham o'qib, ham umshulun qilganman, ya'ni o'sha 4 yil o'qishni 2 yil o'qib turib, bakalavr diplomini olib turib, hozirgi kunda aynan shu klinikalardan bittasida faoliyat olib boraman. O'zi faoliyat boshlashdan oldin, o'sha Germaniyaga ketishdan oldin nega aynan ushbu mamlakatni tanlagansiz? Chunki bizda hozir tanlov imkoniyati ko'proq. Juda ham zo'r savol. Bu aynan nima uchun Germaniyani tanladim? Chunki aslida men maktabda ham nemis tilini o'qimaganman, bizda ingliz tili bo'lgan, o'qishda ham keyinchalik fransuz tilini o'qiganman. Nimaga aynan Germaniya deydigan bo'lsa, shu til markaziga qaysidir til markazida o'sha holdan o'qigan, ishlagan paytimda harbiyda borganmiz, til markaziga o'sha nemis tilini o'rgatishga. 4 oydan 5 oygacha o'qiganmiz nemis tilini. Shunda nima deydi? O'qish jarayonida bir qanaqadir Germaniyani tabiati, havosi, meditsinasi, u yerdagi sharoitlarni o'rganganmiz haqiqatan ham. O'shanda qachondir maqsad qilgandim. Qachondir Germaniyaga boraman deb turib. Shu 2019-yil keyin nemis tilini o'rganishni boshladim. Germaniya meditsinasi juda ham qiziq bo'lganligi uchun menga 2019dan keyin 2 marta отказ olganman. Juda ham qiyin bo'lgan. Hamma aytadi, Germaniyaga ketishsam qanaqa bo'ladi? Eng oson yo'lni o'rgating desam, o'zim o'ylayman o'sha paytlar juda ham qiyin paytlar bo'lganda. Juda ham qiyin paytlar bo'lgan. Chunki отказ olgan odam biladi qanaqa qiyinligini. Shunda pasportingizni ochasiz, viza yo'q. Endi nima qilaman? Ochsangiz отказ. Ikkinchisida ham xuddi shunaqa. Va lekin ana o'sha paytda inson ruhan sinmasdan turib yana qayta tura olsa maqsadiga erishar ekan. Haqiqatan ham asosiy maqsad shu meditsinasi, u yerdagi tabiati, havosi, motivatsiya bo'lgan va harakat qilganmiz. Demak siz keyinchalik o'sha ishchi viza bilan Germaniyaga borib, keyin yana u yerda o'qigansiz. Qiziq holat, buni hech kim aytmaydi. Germaniyada shunaqa unikal imkoniyatlar bor ekan, buni даже nemislar ham bilmas ekanda. Germaniyaga bordim. O'sha Fachkraft viza. Men
o'sha suhbatga kirganimda mani rahbarim Hoffinga aytardi. Suhbat paytida Vorstellungsgespräch deyiladi, shunaqa suhbatlashib o'tirmiz. Shunda avtobiografiyamni oldida Lebenslavni, janob Hajriyev, sizni avtobiografiyangizni, tarjimai holingizni o'qib chiqdik. Siz shunaqa joylarda ishlagan ekansiz. Yaxshi должностlarda bo'lgan ekansiz. Nimaga aynan bizani klinikamizga eng past lavozimga kelmoqchisiz? Ya'ni hamshirani yordamchisi bo'lib. Shunda men aytgandim. Hoffinga, men Germaniyada bo'lmaganman. Germaniyani madaniyatini, tilini yaxshi bilmayman. Shuning uchun maqsadga muvofiq bo'ladi, noldan ko'tarilib borsam, xudo xolasa maqsadim shu yerda karyera qilish. Gapim, ya'ni yoqqan juda ham. Undan keyin ish jarayonida ishlab kelganimda yarim yildan keyin chaqirgan. Biz sizni o'qitmoqchimiz, Hajriyev degan aytganman. Janob, men o'qiyman. Lekin agar men o'qiydigan bo'lsam, qanaqa qilib men kvartira pullarini, shunga o'xshagan narsalarni to'lashim mumkin desam, siz xavotirlanmang degan. 4 yil o'qishni 2 yil o'qiysiz. Biz sizga sinfda o'sha darsda o'qigan paytingiz, soatingizni ish o'rnida hisoblaymiz degan. Tasavvur qiling. Haftasiga 38 soat ishlasangiz, shundan misol uchun haftasiga 25 soat o'qisangiz, o'sha ish o'rnida o'tgan. Shunaqa qilib 2 yil, lekin juda ham qiyin bo'lgan o'qish, siraz aytaman, Germaniyada o'qish bu oson emas ekan. Mana biz o'sha yerlarda o'qiganmiz, oliy ma'lumotlikni olganmiz, umuman farq bor, yer bilan osmonchalik. 22 ta, 23 ta odam kirgan bo'lsak, o'qishni oxirida bitirganda 11 ta odam bo'lganmiz. Mana bu ilmiy ishlar qilganmiz. Endi biz meditsinada psixologiya bo'lganligi uchun pedagogika juda ham katta e'tibor qaratardim. Hali kanalimda istoriyalar qo'yardim-da. Hozir endi ko'rishni boshlaganlar mana aytadi, bu mazza qilib yuribdi Shvetsariyada, Avstriyada, bir qarasang yoqda, bir qarasang bu yoqda. Lekin undan oldingi hayotimni kim kuzatgan bo'lsa, kechqurun 12 gacha o'qirdim nemis tili, o'zimizning til emas. Ya'ni ilmiy ishlar qilardik, ya'ni fach arbeitlar qilardik. Endi o'shalar juda ham qiyin edi. Kechqurun ertalab soat 5 da turardim-da. Pasimizda o'rmon. Olib turib ketdi ko'rsangiz. Baland ovozda yodlardim o'sha narsalarni. Hali miyaga kirish kerak. Imtihon topshira olmasangiz, siz bo'ldi, chiqazaveradi. Kim bo'lishingizga o'tda tanish bo'lish rol o'ynamaydi. Pulingiz bor yo'qligi rol o'ynamaydi. Kimdir qarindoshlik rol o'ynamaydi. Imtihonni o'ta olmasangiz yoki oraliqdan o'ta olmasangiz, sizni, ya'ni olib tashlaydi o'qishdan. Shuning uchun o'sha juda ham yozardik, konseptlar yozardim, 20 varaq, 30 varaqdan. Uni keyin amalda qo'llardik bemorlar bilan real hayotga tayyorlagan. Hozirgi kunda shukr qilaman, 2 yil ichida bakalavrni oldim. Hozir juda ham mamnunman. Haqiqatan ham unikal imkoniyatlar bor. Shu bizdagi endi hammada har xil, bizda 40 kunlab otpuskalarimiz bor, ta'tilimiz. Undan tashqari juda ham ko'p orada 4 kun ishlab turib 3 kun dam olsa bo'ladi va o'sha vaqtda unumli foydalanib bloglar yuritishga ham imkoniyat yaratiladi. Demak, O'zbekistonda ham siz o'qigansiz, O'zbekistonda ham oliy ma'lumotli, Germaniyada ham oliy ma'lumotli darajasini oldingiz, ya'ni boshqa mamlakatda. Ikkala mamlakatni olib qarasak, o'qish darajasini baholaydigan bo'lsak, qanchalik orada farq bor? Endi Germaniyadagi 10 o'qishni 10 ballik shkalada necha baho bilan baholagan bo'lardingiz? To'g'risini aytsam, keling, solishtirish yaxshi, lekin bizdagi o'qish ta'limda asosan nima? Germaniyada to'g'ri byurokratiya bor, lekin asosiy e'tiborni bilimga qaratiladi-da. Bizi mana ko'pincha sezaman, maktabdan boshlab turib to kollej yoki universitetda o'qiydigan bo'lsa, ta'limda o'qiydigan bo'lsa, har doim mana hamma bizani eshitib turgan bo'lsa, hammani fikrida bitta narsa. Yopaman. Lish bi yopsa bo'ldi. Zachotkani yopsa, bahosini qo'yib bersa, sinfga o'tirdimi, men sinfda o'tirdimi bo'ldi hisob. Imtihon topshirishda baholar baribir ham qo'yiladi-da. Unaqasi yo'q-da, sen topshira olmading, chiqazaveradi degan o'sha tushuncha yo'q. Germaniyada o'sha narsani his qilasiz. Siz topshira olmaysizmi? Hech kim yordam bera olmaydi. Ana o'sha narsani his qilgan odam harakat qiladi. Farq O'zbekistonda ko'proq o'qiysiz, ko'proq vaqt ajratasiz shu narsaga, lekin demak natijasini to'g'risini aytsam o'zimiz bilamiz qanaqa. U yerda o'qiysiz, o'qituvchi kiradi, darsini beradi, chiqib ketadi. Bilim oldingizmi, yo'qmi, unga farqi yo'q. Lekin siz uyingizda samopodgotovka qilasiz, imtihonga tayyorgarlik ko'rasiz.
bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Faqat asosan samopodgotovka, ya'ni o'zingizni ishlash. Aytganimdek, o'qishdan kelardim, miya muzlab qoladi-yu. Trenirovkaga borib yugurardim, sal ochiladi. Shu bilan kechqurun soat 12-1gacha, ertalab 4-5 da turib yana o'qish. Mana shunaqa hayot o'tadi. Ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, men o'ylaymanki, u yerda ta'lim ongli ravishda olib boriladi. Har bitta borgan odam tushunib yetadi o'zi. Hech kim sizga yordam bermaydi. Tanishingiz ham, xolangiz ham, ammangiz ham, pulingiz ham, hech kim, faqat siz O'qish kerak. O'qish bo'ldi. Boshqa iloji yo'q. Bu misol 2020-yil dedingiz, bordingiz Germaniyaga, dastlabki hayotlar qanaqa bo'lgan? Dastlabki borganingizdan baribir yangi muhit, yangi mamlakat, yangi til, o'shanda sizda nimalar kechgan o'zingizdan? Bilasizlar, men juda ham ko'p kecha ham o'tgan kuni ham aytdim. Germaniyada emas, butun dunyoda o'zi kultur shok model deyiladi. Mana shu narsani eshitaylik, kim migratsiya qilmoqchi bo'lsa, farqi yo'q, Rossiyaga, Amerikaga, Kanadaga, Germaniyaga bu bor narsa, bu teoriya bor, ishlaydi butun dunyoda. Kim boshqa davlatga bordimi? Birinchi kun borgan kundan boshlab asal oyi boshlanadi. Nemislar uni Flitterwoche deydi. Asal oyi. Bordingiz, davlat chiroyli, Germaniya, misol uchun yoki Amerika yoki Kanada, tabiati zo'r, salqin havo, hamma yoq yashil, yo'llari tekis, mazza qilib o'tirasiz. Qarabsizki, ovqatlari shirin tuyuladi. Bir hafta davom etar ekan statistika bo'yicha asal oyi. Bir haftadan keyin qarabsizki, uyni sog'inasiz. O'zingizni komfortingiz, yastig'ingizni sog'indingiz, ota-onangizni sog'indingiz, bolalaringiz bordir. Qarabsizki, odamlari qanaqadir tili qo'pol ekan, xunuk, tushunmayapsiz ular nima deyotganini. Shunchagizda pulingiz tugayapti sekin-sekin. Qarabsizki, havosi yoqmayapti, faqat yomg'ir yog'ishni boshlaydi. Hayot sizga qorong'idek boshlanadi sekin-sekin. Ana o'sha bu narsani nemislar sauerkraut deydi, ya'ni achigan kapusta davri boshlanadi. Bu teoriyada bor narsa. Eng achinarlisi, achigan kapusta eng tez, ya'ni integratsiya qila oladigan bu 3 oydan umrbod davom etar ekan. Tasavvur qiling, 3 oydan umrbod. Hamma inson har xilda, psixologiyasi, emotsiyasi, kirishib ketishligi bir xilda tezroq integratsiya qiladi, bir xilda qiyin bo'ladi. Va bu narsa keyinchalik qiynalishni boshlaydi. Shuning uchun ko'plar, mana misol uchun men borsam, blogerlar bir xilda borib turib, zo'r ekan, menga yoqdi, qaranglar, tabiati zo'r deb turib aniqsa, kimdirlar keladi, boshida zo'r ekan deydi, keyinchalik juda yolg'on ekan hammasi deydi. Yangi borgan mana vatandoshlarimiz hozir Germaniyaga juda ham ko'p potok ketyapti. Vatandoshlarimiz boradi, kimdirlar zo'r deb video qo'ysa, kimdirlar o'sha joyni yomonlaydi. Sabab nimaga? Mana shu achigan kapustadan chiqish, ya'ni achigan kapustadan juda ham qiyin. Kimdirlar 3 oyda chiqib ketadi. Mana o'zimga balki 1 yil kerak bo'lgandir. Kimdirlar 2 yilda chiqadi, kimdirlar umuman chiqa olmaydi. 3 ta yo'l bor ekan undan keyin. Birinchisi, siz integratsiya qilasiz. Qonunlari, madaniyati hammasi sizga to'g'ri keladi va mana shu jamiyatni o'z bo'lagidek his qilasiz va o'sha joyda qolasiz. Ikkinchisi, siz integratsiya qila olmaysiz. Bu davlat sizga to'g'ri kelmaydi, vatanga qaytib ketasiz. Uchinchi yo'l bor. Bu endi biznikilarga tegishli emas, asosan urush davlatlaridan keladigan bo'lsa, o'sha joylarda, misol uchun Ukrainada, ular kelgan, integratsiya qila olmagan, qaytib keta olmaydi, lekin qolishga majbur. Chunki o'zining xohishidan tashqari. Shuning uchun bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Men borganimda byurokratiya, suhbatlashgandan keyin hamma narsa 3 oy oddiygina byurokratiya hujjatni kutganman, qachon meni ishxonadan ruxsat etishi, ishga chiqishim to'g'risida. Eng qiyini bilasizmi nima bo'lgan? Germaniyaga ketish uchun til kerak-ku. Nima uchun Germania Life 3 ta til markazini ham ochganimiz, o'quv markazlarini B2 bilan borganman. Xayolimda B2 til daraja IELTSga tenglashtirsak 7 talarga to'g'ri keladimi? Endi bilmam 6,5 7 talarga. Men o'ylayman, hozir boraman. Shunday zo'r. Birinchi kun ishdaman. Meditsina sohasi 5 minutga bo'ladi. Mediklarimiz juda ham yaxshi biladi. Kirdim. Bavariya hududidaman. Har bittasini o'zining dialekti bor. Xorazmda, misol uchun, o'tda juda kuchli dialekt ekanda, endi ko'rsangiz. Hali rahbariyat, ya'ni bizani nima deydi, rahbariyat oddiy o'zimizni adabiy tilda gaplashsa, hamkasblar odatiy tilda gaplashadi, ko'chada gaplashadigan.
hali bizani ishlaydigan joyim jinoyatchilar bilan ishlaymiz-da. Biz asosan giyohvandlik ta'siri ostida yoki alkogol ta'siri ostida yoki ruhiy kasallik ostida jinoyat qilib qo'yganlarni biz qaytadan hayotga qaytarish uchun, ya'ni zurück in die Gesellschaft zu bringen deyiladi. Ularni qaytadan hayotga qaytarish maqsadida faoliyat olib boramiz asosan. Terapiyalar qilib, agar ular yaxshi terapiya qilsa, ozodlikka chiqib ketishi mumkin. Demak, ular jinoyat qilgan, faqat o'zida bo'lmagan, ya'ni ta'sir ostida bo'lgan. Ularga imkoniyat beradi. Misol uchun kimdirni даже itarib hayotiga zomin bo'lgan bo'lsa ham, unga 8 yil, 9 yil beradi, lekin aytadi, "Mayli, senga imkoniyat, sen giyohvandlik ostida qilgansan, bor" deydi. Keladi. Qarang, qanaqa imkoniyat beradi ularga. Bizda terapiya qiladi, 1 yildan keyin agar yaxshi terapiya qilsa ozodlikka chiqib ketadi. Ularni PlayStation'larni xullas o'sha kuni birinchi marta kelganman, o'tiribmiz. 80% hech narsani tushunmadim. Hali korona payti Moskvadamiz. Ana xuddi akvarium ichida baliq bo'ladi, suvni olib tashlasangiz qanaqa pitirchilaydi. Xuddi shunaqa qiyin bo'lganda, soniyalarim o'tishi qiyin bo'lgan. Hamkasbim ana mazasi bo'lmasa bittasini srochni qaycha olib kelib, u desa tushunmay qolib, shevada gapirib qo'ysa, umuman qiyin bo'lar ekan. Shuning uchun aytaman, agar siz boshqa davlatga bormoqchimisiz, albatta tilini yaxshi o'rganib borish kerak. Hozirgi kunda B2 bilan juda imkoniyatlar ochildi Germaniyaga. O'sha B2 bilan ham borib turish, u sertifikat emas gap. Gap o'zingizni bilimingizda, ya'ni siz shunaqa noqulay holatga tushib qolmaslik uchun. 3 oy umuman qiynalganman men. Mahbus taqillatadi, endi o'zining tilida gapiradi. Nima deydi? Sheva. Sheva emas. Mahbuslarning o'zining tili bor. Ana o'sha tilda gapiradi. Bro, viges uni ketdi-da ularnikida. Men keyin aytaman, chuqur nafas olaman, tushunmasangiz ham qiyin-da. Qanaqa holatda bo'lasiz? Kimdir sizga gapirsa, bemor sizga gapirsa, siz tushunmasangiz qanaqa yordam berishni. Xullas shunaqa noqulay holatlarga, lekin Germaniyada rahbariyatlar juda ham yaxshi ekan. Men Germaniyada o'sha yerda ko'rdim, ular qo'llab-quvvatlashni yaxshi ko'rar ekan. Ya'ni o'sha biz aytamizki, qanaqa munosabat o'zi nemislarning o'zbeklarga nisbatan bemalol qo'rqmasdan ayta olaman. Siz harakat qilsangiz, sizni harakat qilayotganligingizni ko'rsa, nemis rahbari bo'ladimi? Sizni qo'llab-quvvatlaydi. Har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Yana bitta narsa aytaman, mavzudan alohida bo'lishi mumkin. Shu yerda borib ko'rdim, minnat qilmaslikni. Biz ham shuncha faoliyat yuritgan bo'lsam, bu yerda O'zbekistonda ham 12 yil, 13 yil ishlagan bo'lsam, har xil joylarda bizda eng yomon narsa ertalabdan kechgacha ishlaymiz. Xafa bo'lmasin, rahbarlar agar eshitadigan bo'lsa, shuni aytaman. Sen davlatning pulini kemiryapsan, sen shuncha olasan, pul unaqa ko'chada shuncha osh, o'tda unaqa narsa yo'q. Даже rahbar qancha oylik olishingizni ham bilmas ekan. Bu sizning shaxsiy holatingiz. Mana shu narsa kim eshitib turgan bo'lsa, shu narsani yo'qotaylik. Nega desam, mehnat qilyapti-da hamma. Men bilaman, O'zbekistonda 8 soat emas, bir xilli 10 soatlab, 12 soatlab mehnat qiladi. Shunaqa joylar bor, 15-16 soatlab kuniga ishlashadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, shu narsa yaxshi bo'lardi. U Germaniyada yashash osonroqmi qolgan mamlakatlarga degan ma'noda? Bu aka siz aytayotganingizdek haqiqatdan ham integratsiya boya bekorga aytib o'tmadim. Achigan kapusta hammada har xil davom etadi deb turib, eng yaxshi tomoni, unikal tomonligi bitta narsada. Germaniyaga siz borganingizda, hozir shunaqa qilganki Germaniya, endi Germaniyaga borishingiz uchun siz borib ish qidirmaysiz. Siz borib o'qishga qidirmaysiz. Siz Germaniyaga ketishdan oldin birinchi tilni o'rganishingiz keraksiz. Undan keyin mutaxassisligingiz agar to'g'ri keladigan bo'lsa, Fachkraft vizasi asosida yoki o'sha to'g'ridan-to'g'ri ishga, misol uchun vrachsiz, MFA dasturi meditsinische Fachangestellte yoki hamshirasiz, o'sha yo'nalishda yoki elektrik yoki qishloq xo'jaligini selxozlikni bitirganmisiz, siz to'g'ridan-to'g'ri Fachkraft vizasi, ya'ni ishga borishingiz mumkin. O'tda siz Germaniyaga o'sha borishingizdan oldin shartnoma olasiz. Ya'ni shartnomada qancha oyligingiz bor. Aksariyat holatlarda hozir o'sha muammoga kirib ketamiz. Nimaga o'sha muammolar bo'lishi? O'zimiz sababchiligimizni ham aytib o'taman sirazi, qiyinchiliklarni. Aksariyat holatlarda siz mana tayyora shartnoma, demak tilni o'rgandingiz, hujjatlaringiz tayyor, endi motivatsion xat yozasiz, tarjimai hol, o'sha ish beruvchilarga jo'natasiz email orqali, ular siz bilan suhbatlashadi, to'g'ri kelsangiz sizga shartnoma jo'natadi. Ofitsialni yoki kimdirlar konsaltinglarga murojaat qiladi, pul berib turib, o'zi qila olmaydigan bo'lsa hujjatni. Xullas, shartnoma oldingiz, elchixonaga kirdingiz, shartnoma o'shandan keyin viza beriladi. Demak, sizni o'sha oyligingiz bor o'tdi.
siz ko'chada qolib ketmasligingizni bilsangiz. Yana dasturlar bor, Ausbildung dasturi, unda ham sizga Zusage, ya'ni o'qishdan ruxsat berilgan bo'ladi va qancha sizga pul to'lashligini ham o'sha yerda ko'rsatilgan bo'ladi oyma-oy. Shtop ko'chada qolmasligingiz uchun. Aksariyat holatlarda uy bilan ham ko'rsatiladi. Bizda shunaqa sharoitlar bor deb turib, o'sha boradigan joyingiz ham tayyor bo'ladi uyingiz. Endi biz ketyapmizki, shunaqa holatlar bo'ladi, kimdirlar juda qiynalib vizani oladi. Mana men qiynalib olganman. Kimdirlar bor, omadi kelib sirazi chiqib qoladi vizani. Ana shunda ayrim vatandoshlarimiz qadriga yetmas ekanda. Men shu narsani ko'rib kelaman, o'zimiz sababchimiz. Mana hozir ko'p joylarda vizalarda otkazlar bo'lishi pashi yo'qolib ketdi. Kanada hozir bermayapti, Amerikada juda ham qiyin, Angliyada bitta Germaniya yo'nalishi hozir ushlab turibdi-da, lekin u ham bu ketishda uzoqqa bormaydi. Sabab nimaga? Oddiy misol. Oddiy Schengen vizani olaylik. Sayohat vizasida berish kerak-ku. Hozir sayohatga chiqish uchun vatandoshlarimiz o'sha Germaniya hududiga hisobingga pul qo'ygan kamida 10 ming, unaqa bunaqa oldin 10 kun, 12 kunda chiqqan bo'lsa, hozir 45 kunda ham chiqmayapti vizasi. Sabab nimaga? Vatandoshlarimiz lish borvasan deb sayohat vizasi bilan yoqqa borib turib, ayrimlari bitta ikkitasi qilgan natijasida qarang, borib, ya'ni Germaniyada qanaqa? Siz borganingizdan keyin pasportim yo'qoldi desangiz yoki men politiskiy ubejishiga qo'yaman, ya'ni taqiqqa uchraganman desangiz, ular majbur chiqazvormaslikka olib qolib, qaymda joy beradi. Keyin o'qigin deydi, xullas o'sha pul katta investitsiya qiladi-da. Ular chiqazvorish haqqi yo'q agar shunaqa desa. Ya'ni o'zining davlatida kelgan joyda yoki urush bo'layotgan bo'lsa yoki qanaqadir tazyiqga uchradim desa. Va shuni hisobiga uni orqasida minglab sayohat qilaman deganlarga vizasi hozirgi kunda muammolar bo'lishadi. Undan tashqari eng muammolisi hozir ishga, o'qishga ketayotganlarimning ichida men shuni ayta olaman, yaqinda bo'lgan holat Ausbildungga. Ya'ni Ausbildung zo'r dastur. O'zbekistonning kollejiga tenglashtirilganda, ham siz Germaniyaga borasiz, o'qiysiz, praktika qilasiz, Germaniya sizga pul to'laydi. Ya'ni hamshiraga hozir Bavariya hududida 1340 yevrodan 1500 yevrogacha o'qiganingiz uchun to'laydi. Tasavvur qiling, bruttoda. Vatandoshlarimiz borishyapti, vizasi chiqqan. O'rtada turgan misol uchun deylik bu yerdagi firmalar, nemis firmasi bilan shartnomalar qilishadi, jarayon kechadi. Borgandan keyin nima qiladi? Men bu yerda ishlagim kelmayapti yoki o'qigim kelmayapti deydi, ketishni boshlaydi. Bir xil ogohlantiradi, bir xil ogohlantirmasdan ketadi. Endi tasavvur qiling, bittasi shunaqa qilsa, u nemis nima qiladi keyin? O'zbeklar chaqirmaydi boshqa. Keyingi yil u katta firma qaytib o'zbekni chaqirmaydi. Bitta qilgan harakat, chunki u katta investitsiya kiritdi u odamga. Shunaqalar juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni qishloq xo'jaligiga borgan ukalarimiz chiqyapti. Nodir aka, yordam bering. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qishloq xo'jaligiga keluvdik, ishi og'ir ekan. Biz Amazonga o'tib ketdik, lekin Amazonda politsiya tekshirganda biza ishlash huquqiga ega ekan emasmiz. Hozir bizani ishdan bo'shatdi, biza o'tirimiz, bizaga ish topib bering. Aytdim, uka, kechirasiz, nimaga ishlamadingiz? Axir siz vizani nimaga oldingiz? Mana vizani nimaga berdi sizga? Qishloq xo'jaligigami? Nemislarda yo'q unaqa narsa. Bunga bizda bor-ku, unga o'tsa bo'ladi. Kimdirni tarixini qarasangiz 50 ta joyda bo'lib chiqqan. Nemislar u narsani tushunmaydi. Sizga, ya'ni elchixonaga hujjat topshirganingizda yozib qo'yibdi. Siz o'zingiz aytasiz, men qishloq xo'jaligida mana shunaqa Weiterbildungga yoki Fachkraftga ishga ketyapman. Xo'p, u yerda yoziladi, vkladishida ham yoziladi. Aynan shu yo'nalishda ishlashga ruxsat beriladi. Qolgan narsalarga ruxsat yo'q deb beriladi vkladishiga. Bizanikilar tushunmaydi shu narsani. Boradi, kimdir 1 yevro ko'proq ko'rsa, soatiga 13 yevro bo'lsa, 14 desa, o'shanga o'tib ketadi. Lekin tushunmaydiki, viza 6 oy turibdi-da, 6 oydan keyin siz cho'zdirishingiz kerak-da. O'sha ish beruvchi agar sizga shartnoma bermasa, sizga agar Amazondan beradim, boshqa joydan beradim, yo'q. Bo'ldi, pishdingiz. Deport. Hech kim yordam bera olmaydi. Eng katta xato mana shu qiladi. Boradi, joyini almashtirish. Yo'q, bordingizmi? Tanladingizmi shu yo'lni? Qiyin bo'lsa ham 1 yil chidang, 2 yil chidang. Qo'lingizga haligi Aufenthaltstitel ID karta olasiz-da, 5 yillik. Ana o'shandan keyin sizda o'sha manyovr qilishga sal vaqtingiz bo'ladi-da. Hali 6 oylik vizangiz bilan turgan bilan siz hech kim emas, sizga sinov muddati berilgan. Eng yomoni o'sha ish beruvchi qaytib O'zbekistondan odam olmaydi. O'zbekiston desa, qo'y deydi. Nima kerak bor menga deydi. Yoki xuddi o'sha vrachlarimiz meni juda ham ko'p ko'radi. Bundan 1,5 yil oldin B1 sertifikat bilan, B1 bilan
jon deb MFAga, ya'ni o'sha ishga olishardi. Meditsina shifoxonasiga hozir B2 bilan 50 talab, 100 talab vrachlarni bilaman keta olmayapti. Majbur bo'lyapti til kursiga o'tib turib, keyin o'tishga. Ya'ni hisobiga pul qo'yib turib. Chunki sabab nima? Boyagindagi aytgandek, keyin o'sha B1 bilan qarasaki, umuman integratsiya qilishga qiynalyapti. Ya'ni bemorni tushunmasa, rahbar bilan suhbatlashmasa, siz meditsina sohasida juda ko'p dokumentatsiya yozishingiz kerak, hamma narsa qilishni. B1 degani bu gapirishni zo'rg'atdan gapirish, tushunish qiyin-da. Ayniqsa u holatda. Shuning uchun o'zimiz sababchimiz deb o'ylayman. Bu holatga ko'proq bunaqa narsa ham sabab bo'lsa kerak, chunki misol aytdingiz-ku, 1200 euro, 1500 eurogacha degan narsa. O'zimizda bor-ku, misol boradi, misol tanishiga telefon qiladi, sen qancha oylik olyapsan desa, bunisi 3000 euro yo 4000 euro desa, bilaman bu 1500 olayotgan odamning fikri o'zgaradi. O'sha narsa ham sabab deb o'ylayman. Hammasiga pul aybdor bo'lib qolsa kerak. Sabab bilasizlarmi nimaga? Nafs deydi. Men aytaman-da, ota-onalarga kimni ota-onasi farzandini o'qishga jo'natsa, o'ylaydiki, hozir u house buildingga hozir uyga pul jo'natadi. U bola ham o'sha fikr bilan ketadi-da bu yoqdan. Men deydi 1340 euro dedimmi? Hozir hisoblab beraman. Oddiy 15 million 18 yoshli bola maktabni bitirgandan keyin house buildingga borsa bo'ladi Germaniyaga. Endi tasavvur qiling, undan nimani kutadi ota-ona yoki deylik kimdir, farqi yo'q. 30 yoshli odam house buildingga ketyapti. Farzandi qoladi, ayoli qoladi. Pul jo'natish kerak, xayolda bilan ketadi-da. Ota-onamga pul jo'nataman deb o'ylaydi. Borgandan keyin hammamizning xayolimizda pul jo'natish. Ya'ni 1000 o'sha hamshira yoki medbrat 1340 euro degani boshlang'ich. Undan siz nalogni olib tashlasangiz, qo'liga 1000 qoladi bir xilida, 1100. Endi to'g'ri o'qish paytida ko'p unaqa nalog o'shamaydi. 1100 bo'lsa ham 300 kvartira puli yoki 350 qanaqadir ovqat puli bor yana. Uydan, bolam, qachon jo'natasiz endi pulni 500 desa, juda ham ko'p bo'ldi shunaqa. Eng asosiy muammolardan bittasi shu. Bola konsentratsiyasi yo'qoldi, o'qishga emas, pul topishga. Ya'ni keyin qaraydi, deydi. Germaniya qonunchiligida men yana qo'shimcha ishlasam bo'lar ekan 500 eurogacha. O'zi o'qishi chala, tulpa qiyin o'qish Germaniyada. O'zini boshqa yo'nalishga urishni boshlaydi-da. Qatdan 1 so'm, 2 so'm ko'proq topsam ekan, konsentratsiya o'qishda emas. Chunki o'qish Germaniyada o'sha house buildingni bitirsa, ya'ni mutaxassis bo'lib yetishasa, u degani 90% sani ishga olib qoladi o'sha joy. Joy deb talashadi. 90% ish bo'ladi. Ya'ni viza o'sha ketdi Aufenthaltstitelga, ya'ni o'sha yashash huquqiga ega bo'ladi. Keyin umrbod yashash huquqiga ega bo'ladi. Lekin konsentratsiya asosiy maqsad chetda qoladi, pul topishga o'tib ketamiz. Shunaqa. Maslahatim, kim Germaniyaga house buildingga kelmoqchi bo'lsa yoki ishga kelmoqchi bo'lsa, vaqt beringlar. Hech bo'lmasa 6 oy sinov muddatdan o'tvasin. Pul unaqa emas, faqat miyani maqsadga qaratish kerak, o'qishni bitirishga. Shunda hammasi bo'ladi. Siz aytganingizdek, 1 so'm, 2 so'mmi deb sakramanglar. Agar kimdir ko'proq olayotgan bo'lsa, bilaman. Misol uchun Bavariya xuddi 1340 bo'lsa, boshqa viloyatlarda 1100 oladi. O'ylaydi, nimaga 200 kam olaman deb. Hech narsa rol o'ynamaydi, ishoning, u narsa. O'qishni bitirish kerak. Joyi ham ko'proq aniq qilsa kerak, chunki Bavariya nisbatan qolgan Frankfurtga nisbatan menimcha qimmatroq joy. Qimmatroq, endi hamma aytadi, qimmatroq, lekin shunga yarasha uylari qimmat. Qarang. Bu yerda 200 raznica qilsa, bu yerda siz 200 ko'proq olasiz, lekin uyga ko'proq to'laysiz. Bu yerda 300 to'laysiz, bu yerda 400 to'laysiz. Yeb ichishingiz bu yerda qimmatroq, naloglar bu yerda qimmatroq. Hammasini o'zining balansi bor. Faqatgina Bavariya har doim maqtayman, tabiati chiroyli-da. O'zingiz misol Germaniyaga borgan paytda duch kelgan qiyinchiliklar qanday bo'lgan? Ya'ni ish joyidan emas, boshqa qanaqadir qiyinchiliklar? Germaniyada eng qiynalgan narsam bu, hozirga aytaman, o'zi umrimdagi eng qiyin holatim shu Germaniyada ko'rgan bo'lsam, bu ham bo'lsa pravada bo'lgan. Ya'ni haydovchilik guvohnomasida 10 yillik stajim bo'lgan O'zbekistonda, tanklar haydaganmiz. Lekin o'sha O'zbekistonda olgan pravamizni borib turib 6 oygacha haydash imkoniyatiga egamiz. Qarang, O'zbekistonda olgan haydovchilik guvohnoma bilan 6 oygacha, keyin 6 oydan keyin u o'sha ofitsiallik kuchini yo'qotadi. Propiskaga turgandan boshlab turib 6 oygacha ko'plar xato qiladi, Polshada yuraverganlar yursa bo'laveradi. Siz propiskaga Germaniyaga turingiz 6 oygacha hisoblanadi mumkin. Undan keyin almashtirish, xullas almashtirmoqchimiz. Mushraybin deyiladi. Hamma teoriyadan qo'rqadi. Ya'ni teoriyadan, nazariy bilimlardan, shu bilan 1,5 mingta savoldan 33 ta tushgan, 2,5 hafta tayyorgarlik ko'rganman, qo'rqqanman rosa. 100% yechib chiqqanman. Ya'ni 33 tasidan
100% yechganman. Xursandman. Bo'ldi endi 10 yil stajim bor, haydab yuribman mashina. 6 oydan beri ham muammo bo'lmaydi. Ana o'sha yerda hamma muammo boshlandi. Nimaga deysizmi? Menimcha hozirgi kunda o'sha Germaniyani nima deydi, xuddi Germaniyadagi metodni mana shu yoqqa olib kirishdi-da. Hozir O'zbekistonga menimcha hali to'liq kirmadi. Agar to'liq kirsa, menimcha hech kim pravo ola olmaydi. Bilasizmi nima bo'ldi? Haydash o'tdi 1 soat 15 minut haydaysiz 150 evro. Tasavvur qiling. Bu degani qancha? 2,5 million 1 soat haydaysiz. Umshraybin qilayotganingizda 10 soatdan 20 soatgacha kamida haydaysiz. Men haydayman, kelaman. Haydayman, nemis yonimda o'tirgan, hali u o'rgatadigan, olmasini chaynab o'tiribdi. 5 marta keldim, pul ketyapti, vaqt ketyapti. Hanimga, "Ho'y, qachon imtihon topshiramiz?" desam, "Hali tayyormisan" dedi. 10 soat haydadim, 1,5 ming yo'q. 12 soat qo'y imtihonga, oxir tortishib ketdim. Qo'y imtihonga dedim. Imtihonga qo'ydi. O'qituvchim o'tiribdi, men o'tiribman orqada komissiya. Ketdik, mashina haydayapman, zo'r hammasi magistral yo'lga chiqadigan joyda uzoqda 200 metr uzoqda LKV kelyapti, ya'ni yuk mashinasi. Bemalol o'tib ketasiz. Shunda burildim, yonimdagi meni o'rgatadigan o'zim ustozim tormoz bosdi. Tormoz bosdingiz degani imtihondan yiqildingiz degani. Tormoz bosdi. Nimaga o'tkazib yubormading dedi. Komissiya a'zosi qo'shilayotgani yo'q. Men aytdim, "10 marta o'tib ketaman undan." Nima desa, "Yo'q, qayerdan bilasan qanaqa tezlikda kelyaptim? Tezlik cheklamagan yo'ldasan." Xullas stress, asabbuzarlik, qaytadan imtihonga kirish uchun yana 5 soat haydashingiz keraksiz. Imtihonga yana qaytadan 500 evro to'lashingiz keraksiz. Boshda borganda pul muammosi. Shu bilan qaytadan imtihonga kirdik. O'sha oldingi o'zimga bo'lgan ishonch o'lgan, Selbstwertgefühl deydi nemislar, o'ziga bo'lgan ishonch tushdi. Ketyapmiz, как положено haydab, hammasini zo'r o'tdim. Zona 30 bordi, tezlik cheklamagan bo'lsa ham 10 yuradigan, 30 yuradigan joylar bor. 30 yuradigan joyda kelyapman, velosipedchilar yo'l echasida velosipedchi ketyapti-da. Men 28 da sekin o'tdim. Tormoz bosdi yana. Ichimga xuddi uni muzey bir narsani bosgandan keyin, "Ha, nimaga hurmatsizlik bilan qarading velosipedchiga? U hayajonlanib yaqinlashganingda yiqilib tushishi mumkin edi" dedi. Ishoning, bunaqa hali o'zimga bo'lgan ishonch tushib ketmaganda asablar ming. O'quv markazidan ketdim. Boshqa o'quv markaziga yozdirtirdim. Yana qaytadan hamma pullarini to'ladim. Bordimda rus bittasini topdim o'sha yerda tushunadigan. O'tirdim, haydayapmizda, menga aytdi, "Nodir" dedi. "Nimaga?" deydi, "Mana shu SNG davlatlaridan kelganlar hovli qilib haydaydi" deydi. "Sen hatto hovli qilib haydayapsan" deydi. "Biz bir narsadan quruq qolyapsanmi" deydi. "Mana burilyapsan" dedi. "Qara, yoqda, yoqda bolacha kelyapti." Mayli orqadagi portlab ketsa ham kutgin, bu yoqdan o'tmasa ham kelib turib o'ngga burilib ketgandan keyin yurgin deyapti-da. Ana o'shandan keyin men sabr qilishni o'rgandim rolda. Shuning uchun tushundim, nemislarda nima uchun signal chalmaydi, 50 metr masofa ushlab turadi. Pavorotlarda velosiped odam birinchi o'rinda, velosiped ikkinchi o'rinda, eng oxirgi o'rinda sho'pir ekan. Ana shundan keyin men o'ylayman, shu madaniyat kirib kelgan. Eng qiynalganim prava bo'lgan. Даже bakalavr diplomimni ham olishda bunaqa qiynalmaganman. Keyin hozir haydash, mashina haydash madaniyat deganingizga esimga tushdi. O'zimda ham shunga o'xshash holat bo'lgan, ya'ni yo'lda ketyapman, avariya bo'lgan. Keyin yo'l ochildi o'rtaga, Keyin u tez yordam, nima deydi? Anaqa pojarniga yo'l ochildi. Ochdi odamlar, ochdi. Endi men bilmayman. Shuna keldimda aqlliroq qilib, shuna yo'lga tiqqandim, nima dedi? Sen ikkitasi oldimga shuna chiqdi-da, to'xtatdi, tushdi-da, gapirdi menga. Ya'ni sen qayerda yuribsan? Qayerdan desan? Shu yoqdan. Sen bu qonunni hurmat qilmaysanmi? Keyin qildik, joyimga tiqib qo'ydi. Mashinani shu narsa. Bu mana ota-onam kelganda Germaniyaga aeroportdan oldik. Tezlik cheklamagan yo'lda 10 kilometrlik tirbandlik bo'ldi. Mashinalar o'zidan bilib, video ham qo'ydim, million prosmotr bo'lib ketdi shu video qo'yganim. Mashinalar ochib, o'rta yo'lni ochib qo'ydi. Ko'rsiz bir 10 ta pojarni o'tib ketdi. Bu pojarni bemalol sig'adi. Tezlik menimcha 150-200 da o'tib ketdi pojarni. Mentlar ham u degani yo'l 100% ishonch, 10 kilometr shunaqa ochib qo'ygan yo'l. Orqasidan hech kim aqllilik qilib tiqilmaydi.
o'sha yerda 3-4 mashina katta to'qnashgan ekan. Shuning uchun men o'ylaymanki, kimdirlar hayotiga bu juda ham katta ta'sir qiladi. O'sha narsa bizda haydash madaniyati men 4 yil bo'lgan bo'lsa, mana kelgan bo'lsam o'zgarmagan. Signal chalish sal kamayibdi. Lekin o'sha kuni ham aytdim-da, juda ham ko'p men ketganimda yo'q edi. Remenga radarlar. Lekin men shuni bilaman, o'sha kun taksiga chiqdimda o'tirsam, remen nimaga taqyapsiz dedi. Aka, nimaga taqyapsan dedilar. Doda o'tiribdilar. Militsiya yo'q dedilar. Men endi o'rganib qolganman dedi, taq. Keyin shu bilan men o'ylab qoldim, nimaga bizda shuncha radar bor remenga, lekin hech kim taqmaydi. Ya'ni o'sha radarga kelganda taqadi, yana yechib qo'yadi. To'g'rimi? Radar uchun taqamizda biz remenni. Germaniya bo'yicha bitta ham radar yo'q ekanda remenga, lekin 100% hamma taqadi. Sizga qiziq holatni aytib beraman, mana nima uchunligini. Bizning qizimiz bog'chaga boradi. Mashina olgandik. Remeni orqadagi ishlamay qoldi. Endi odam o'tirsa, tiqsa ham ishlamayapti, ting signal beradi. O'tda o'zi bolachani o'zini kreslasi bor. Kichkina kreslo, o'shanga o'tkazadi, buni taqadi, remen taqish kerak. Biz uni oldikda ishlamagan uchun boshqa joyga o'tkazdik, yoniga odam o'tirgandi. Ketyapmiz. Hali o'tirgandan keyin remen taqilmaydi, ting qiladi. Bir где-то 1 minut, 2 minut, 3 minut, 5 minutgacha mashina ting'illaverdi, paka o'chguncha. Hali qismi o'tirgan, "Hey, meni haqiqatan remenimni o'tkazganmisizlar? Nimaga ting'illayapti?" deb so'rayapti-da, xavotir bir 10 marta so'radi. Переживать qilyapti u haligi. Nimaga men tiqillayapti? Remenimni aniq bog'laganmisizlar deb. Ishonasizmi, o'sha kuni tushida ham baqirib chiqdi o'sha gapni. "Meni remenimni bog'laganmisizlar?" deb. 4 yoshli qiz. Endi savol mana qayerdan boshlanadi? O'sha yoshligidan bolani ongiga kirib borganda shu narsa. Buni taqmaslik, demak, yomon oqibatlarga, hayotiga xavf tug'dirishi mumkinligiga yetib boradi. Bitta narsa bor, Germaniyada mana oddiy misol. Nimaga amal qilishadi qonunga? Farzandingizga o'sha kreslasi oddiy o'tkazib qo'ysangiz, chunki u kreslo xudo ko'rsmasin yo'l tartib qoidasida bir narsa bo'ladigan bo'lsa, u 10 barobar ko'proq saqlab beradi hayotini. Spesialni shunaqa qilingan, himoya qilingan. Remendan tashqari yana qo'shimchalari bor, maksikoziylar bor. Qarang, xudo ko'rsmasin yo'lda ketyapsiz, avariya bo'ldi. Farzandingizni o'sha kreslosiga solib yuribsiz. Keyin farzandingiz jarohat oldi. Sizni farzandingizni davlat olib qo'yish haqqiga bor, Jugendamt. Nimaga? Siz ota-ona bilib turib shuni taqmasa, avariya bo'lgan holatda farzandingiz uchib chiqishi mumkin, og'ir jarohat olishi mumkin. Bilamiz shu narsani. To'g'rimi? Bu bor narsa. Shunda keyin o'ttiga sud savol beradi. Siz bilarmidingiz shu narsa bo'lganda sizni farzandingiz hozir bunaqa больницада og'ir ahvolda yotmagan bo'lardi yoki tirik bo'lgan bo'lardi deb. Ayb kimda bo'ladi? Ota-onada bo'ladi. Shuning uchun ham Jugendamt olib qo'yish huquqiga ega. Shuning uchun ham bu politsiya uchun emas, birinchi galda o'sha farzandning sog'lig'i uchun. Ota-ona ham o'zini uchun taqadi bu narsani. Men bilmadim, endi politsiya hech qachon tekshirmagan remenga, bizda bo'lmagan shunaqa holat, shuning uchun ayta olmayman narx qancha, lekin shuni bilaman. Shunaqa holat bo'lgan. Qaysidir bolgariyalikmi shunaqa remensiz olib yurgan. Germaniya hududida avariya bo'lgan, farzandi og'ir jarohat olgan, bolasi Jugendamt aralashib olib qo'ygan. Chunki bu ongli ravishda qilingan bolaga qarshi, ya'ni ish hisoblanadi. Ya'ni bola uni qarmog'ida unga qaram, bu o'shani oqibatida bo'lgan, ota-onasining oqibatida. Xo'sh, men boshqa odam avariyaga aybdor bo'lsa ham, ota-onasining aybi qo'yiladi. Shuning uchun bu narsaga jiddiy qarashadi. Sal mavzuni o'zgartiramiz. Masalan, Germaniyaga ketishyapti-ku, oxirgi paytlarda juda ko'p katta potok O'zbekistondan ketyapti. Har xil nima deydi, bandlik vazirligi o'zini Telegram kanalida berib qoladi. Misol, faloncha doktorlarimiz ketdi, faloncha hamshiralarimiz ketdi deyishadi. Nima deydi? O'shani sababi nima bo'lyapti deb o'ylaysiz? Misol uchun juda ham ko'p odamni u yoqqa qarab ketishi. O'zi umuman O'zbekistonliklar Germaniyaga ketish uchun qanaqa programmalar bor? Oson programma, oson, sodda. Xo'p, hozirgi kunda oladigan bo'lsak, juda ham katta davlat tomonidan e'tiborlar qaratilyapti vatandoshlarimizni Germaniyaga borib ishlashi uchun, o'qishi uchun.
Buni birinchi sabablardan bittasi deb o'ylayman, chunki biz o'sha Rossiyaga bo'lgan qaramni kamaytirish maqsadida deb o'ylayman. Mani o'zimning shaxsiy fikrim, chunki men o'ta ichki nizomda nima yozilgan, qanaqa buyruqlar ketgan undan xabarim yo'q, lekin ommaviy axborot vositalarini tinglasa, shunga o'xshasa, birinchi galda o'sha Rossiya davlatiga oldin borganda juda ham hozirgi kunda juda ham qattiq ko'p ko'ramizki, insoniylik bo'lmagan holatlar kuzatiladi. Ya'ni urushdan boyitib pulini bermaslik, shunga o'xshagan. Germaniyada inson huquqlari juda ham yuqori o'rinda. Sizni belgilangan, siz borganingizda qonuniy borsangiz, Germaniyaga birinchi galda xuddi Germaniyadagi o'sha fuqarosiga o'xshagan hamma huquqlarga ega bo'lasiz. Ya'ni qonuniy даже o'qishga bordingizmi, o'sha Ausbildung eng oddiy, eng zo'r dasturga. Siz meditsina tekinga davolanasiz. O'zimda holat bo'lgan, yaqin insonimda mazasi bo'lmay qoldi. Qarang. Shundoq operatsiya qilish kerak bo'lib qoldi. Olib bordik, u yerda farqi yo'q ekan. Даже kansler, prezident ham bitta o'sha doktorda davolanishi mumkin. Eng oddiy ishda ishlaydigani xuddi o'sha klinikada davolanishi mumkin ekanda. U yerda tabaqalanish yo'qda. Siz xohlagan klinikangizga topshirishingiz mumkin, xohlagan, даже vrach kimligini ham bilmay qolasiz. U yerda hech kimga tanish bilish, pul, kim ekan vrach ham deb bilmaysiz. Operatsiya qilishda 3 kun, 4 kundan keyin olib chiqib ketdik. Hammadan qiziq, bir tiyin to'lamaysiz. Qayerdan pul olsam ekan, qaysi qarindoshga telefon qilsam ekan, endi nima bo'ladi, uyimni sotsam ekan, mashinamni sotsam ekan degan xayol bo'lmaydi. Shuning uchun qonuniy borsangiz, siz ya'ni meditsina jihatdan to'liq xavfsiz himoyalangan bo'lasiz. Endi ko'plar aytadi, "Voy, u yerda очередь kutish kerak, agar bitta temaga srochniy bo'lsa, shunaqa operatsion holati shunaqa, sizni hech qanaqa siz 1 sekunddan ushlab turmaydi. Davolaydi. Agar haqiqatan ham oyog'im og'rib turdi, siz ham siz MRT qildirish uchun balki 4 oy, 5 oy kutish kerakdir. Agar tez kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta meditsina ko'rsatiladi. Yoki bir xil aytadi, tish juda ham qimmat deydi. Yo'q, Germaniyada tekinga siz plomba oddiy qo'ydirishingiz mumkin. Agar siz misol uchun plastik xirurgiya bir narsalar o'zingizni chiroyliligingiz uchun qildirmoqchi bo'lsangiz, unda da pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Lekin inson hayotiga xavf tug'diradigan holatda hammasi mutlaqo tekin. Xo'p, endi boyagi mavzuda o'shaning uchun demak insoniylik huquqlari bo'yicha juda ham yaxshi. 8 soat ishlash kerakmi? 8 soat ishlaysiz. Oyligingizni 100% olasiz. Boyagi aytgandek, hech kim sizdan даже qancha olayotganingizni ham rahbaringiz ham bilmay qolishi mumkin. Xuddi shunaqa holatlar. Demak, o'sha juda ham yaxshi. Ya'ni bizning vatandoshlarimizga davlat yomon narsani tilamaydi. Ya'ni podvallarda ishlab, bir joylarda bekinib yurib, pulini olmasdan o'shandan qutqarish maqsadida, demak, huquqiy, demokratik o'sha davlatga jo'natishni maqsad qilgan. Xo'p, endi Germaniya nimaga aynan Germaniya hozirgi kunda ochiq qolyapti faqat. Biz bilamizki, Kanada boya aytdim yopildi, Amerikaga juda ham qiyin bo'lib qoldi, Angliyaga qiyin bo'lib qoldi. Germaniya hozircha eshigini ochib turibdi. Shuning uchun u yerda oylik kattaroq. Oddiy o'sha Rossiyada 500, 600 yoki 800 oladigan bo'lsa dollarda, uyga jo'nata olsa 200, 100 qiynalib yashaydigan bo'lsa, bu yerda misol uchun oddiy faqirab bo'lib turibman. Hozir ko'p o'zimni vatandoshlarimiz borganimda boshida Regensburgda 3-4 kishi edik. Bitta shaharchada hozir 50 kishidan oshib ketganmiz. Videolarimni, kontentlarimni ko'rib ko'plab motivatsiya olib kelgan. Xullas, o'shani aytmoqchimanki, oddiy bitta o'sha mamla o'sha yerda yashaydiganim kamida 500 euro jo'natadi O'zbekistonga. Ko'plar aytadi, bizda ani bilimli mutaxassislar chiqib ketyapti deydi. Yo'q, bizga investitsiya kiritilyapti shuni orqasidan. Ya'ni u borgan odam kollejda o'qish natijasida Ausbildung, o'zi kollej emas, Ausbildung sal boshqacharoq, bitirgandan keyin 2,5-3 minglik oylikka kiryapti. U degani qancha pul davlatga olib kiradi. Xohlaydimi, xohlamaydi, ota-onasi shu yerda, yaqinlari shu yerda, xuddi menga o'xshab turib pul jo'natadimi yaqinlariga? Bu degani xuddi mana bu Turkiyaning shunaqa modeli bo'lgan, oldin shu oldingi Germaniyaning o'sha qurilishida, rivojlanishida turklar ham xuddi shunaqa qilgan. Ya'ni ularda ham nechida hozirgi kunda 5-6 million turk fuqarolari Germaniyada yashaydi. Ya'ni rivojlanishga juda ham katta hissasini qo'shgan. Xuddi shu hozir Germaniya yo'nalishi tanlandi deb o'ylayman. Keyin shuning uchun ham men kattakon rahmat aytaman. Aynan shu mana imkoniyatlar yaratib bergani uchun hozir aytdingiz, bandlik agentligi biz ham shu hamkorlikda hozir faoliyat olib boryapmiz. Bizda mana shu Germania Life o'quv markazimiz bor, 3 ta. Ular aytishyapti, bizga o'qitib bering. Olsin o'sha sertifikatini B1mi, B2mi. Bizni qonuniy Germaniyaga jo'natamiz. Даже samolyot biletlarigacha olib beramiz deyishyapti. Qayerda bor bunaqa narsa? Siz qonuniy ketyapsiz davlat tomonidan, sizni himoya qiladi. Faqatgina bitta minus tomoni,
o'sha sizni jo'natayotganlar ular nemis korxonalari bilan shartnomalar tuzganda, siz borgandan keyin boyagindagi u yerdan ketib qolsangiz yoki ularni aldab ketsangiz, ishoning, sizdan keyin keladigan yuzlab odamlarni oyog'iga bolta urgan bo'lasiz. Ya'ni bu imkoniyatdan sizdan keyin hozir o'qiyotgan mana qancha nemis tili o'quv markazlari ochilib ketdi-da. Bizani o'zimizda 400-500 lab o'qisa, endi men tushunmayman. Goethe-da bor, Olmon akademiyasi, Blitz, shunga o'xshagan juda ham ko'p-da. Necha minglab vatandoshlarimiz o'qiyapti. Shunchasini nima deydi, yo'lini to'sishga ko'plar sababchi bo'lib qolishi mumkin. Qanday programmalar bor? Oson. Adashmasam bir 5-6 xil, balki undan ham ko'pdir programmalar bor. O'shani eng oson, misol uchun odamlar tushunadigan darajada 3 tasini bir sanab bera olasiz? Bo'ldi. Men yoqtiradigan o'zi haqiqatan ham o'nlab dasturlar bor Germaniyaga ketishni. Ko'plar bilmaydi-da qanaqa ketishni. O'sha ham eng katta xato. Ya'ni o'ziga kerakli dasturni tanlashda adashadi. Men eng yoqtiradigan 3 ta 5 tasini aytay o'zim dasturimni. Birinchi galda boyaga aytganda o'zi qisqagina boya ikkitasini aytib o'tdim. Ausbildung dasturi. Unikal dastur. Aytganimdek, ko'plar tushunmaydi. Ausbildung bu dual Ausbildung bor, 3 yil, 2 yilliklari bor, 1 yilliklari bor. Ya'ni tushuncha bo'lishi uchun bu kollej emas, kollejga tenglashtiramiz O'zbekistondagi. Siz 18 yoshga to'lgan bo'lishingiz kerak. Nemis tilingiz B2 asosan Ausbildung oladi, B1 bilan juda ham kam bor. Misol uchun 1 yillik hamshiralik Ausbildungiga, ya'ni hamshira yordamchisiga B1 bilan ham ketsa bo'ladi, ketganlar bor. Asosiy agar siz mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, 3 yil o'qib turib, sizga B2 daraja kerak. Maktabni bitirdingiz, B2 bor, topshirishingiz mumkin. Demak, buni plus tomoni, siz Germaniyaga bir tiyin pul to'lamaysiz o'qish uchun. Nabarot Germaniya boyaga aytgandek, 1340 yevro hozir Bavariya hududida hamshiralar birinchi boshlashi, ikkinchi, uchinchi kursga o'tganda 1500, bu yildan yana oshadi uning narxi. O'rtacha o'tgani bu bruttoda. Ya'ni naloglarni olib tashlasangiz, qo'liga balki 1100, 1200 tiyishi mumkin yoki 1000 tiyishi mumkin. Yana qo'shimcha ishlasa ham bo'ladi. Eng plus tomoni Ausbildungni bitirgandan keyin 90% ishga olib qoladi. Chunki siz ham o'qiyapsiz, ham praktika qilasiz. Siz mutaxassissiz. Imенно mutaxassis kerakligi, yetishmayotganligi uchun ular o'zligi o'qitib ham praktika qilasiz. Demak, bitirgandan keyin 90% ishingiz bo'ladi. Siz mutaxassis bo'lganligingiz uchun sizga srazu vizangizni уже Aufenthaltstitel boyiga ancha vaqt yashash huquqiga ega bo'lasiz. Plus keyinchalik yaqinlaringizni olib kelish huquqiga ham egasiz bu bo'yicha. Ya'ni ota-onani ham yoki oilani birlashtirish vizasini ham qilishingiz mumkin. Endi Ausbildungni nafaqat 18 yoshdan. Shunaqa Germaniyada aytadi, meni yoshim nechida, bir xil aytadi, men 50 yoshdaman, 60 yoshdaman, borsam bo'ladimi deydi. Germaniyada ta'limda shunaqa borki, men o'qiganimda, umshuling qilganimda 56 yoshli opaxonam o'qiganlar. 56 yoshda ikkita kasb egasi bo'lib turib, nemis o'qigan. Qaytadan qiyin bo'lsa ham. Xohlagan vaqtda qaytadan bilim olishi mumkin. Oldin misol uchun etik do'st bo'lgan bo'lsa, u hozir unaqa kasblar yo'q bo'lib ketdi-yu. Ko'p kasblar yo'q ketdi. Qaytadan o'qish imkoniyati bor, lekin degan joyi bor. Prosta ular O'zbekistondan agar qiladigan bo'lsangiz, baribir yosh rol o'ynaydi. Sabab nimaga? Qancha yoshingiz kattaroq bo'lsa, ular riskni oladi. Pensiyaga chiqish darajangiz, kasal bo'lishlaringiz, shunga o'xshagan holatlar qabul qilish, ya'ni miyani qabul qilishi qiyinlashib boradi, borgan sari o'qish. Shuning uchun ko'plar bir xillarda eshitsak, bir xil aytadi, hamshiralar men 27 yoshgacha olaman Ausbildungga, bir xil aytadi, men 33 yoshgacha olaman, bir xil 38 yoshgacha olaman deydi Ausbildungga. Yoki qassoblar yoki elektriklar xuddi shunaqa. Chunki hozir elektriklarga ham imkoniyatlar bor, qishloq xo'jaligiga ham hammasiga bor. Xullas, Ausbildung eng zo'ri, birinchi o'rinda. Ikkinchi, bu Fachkraft viza, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ishga. Uning uchun siz Germaniya bozorida yetishmayotgan mutaxassislar, ya'ni defitsit bo'lgan mutaxassis bo'lishingiz kerak O'zbekistonda. U degani siz O'zbekistonda o'sha mutaxassislikni diplomi bo'lishi kerak, o'qiganligingiz, plus o'sha sohada Erfahrung, ya'ni ish tajribangiz bo'lishi kerak. Fachkraft viza deyiladi bu. Bu ikkinchisi juda ham zo'r, bu ham to'g'ridan to'g'ri ishga borib ishlashingiz mumkin. Oddiy misol, oddiy qishloq xo'jaligi universitetini bitirgansiz, institutini, selxozni deylik, va shu sohada ishlab kelgansiz. Sizni hujjatingizni SAP orqali anerkening qildirtiriladi, ya'ni anerkening bermaydi, bu Zeugnis Bewertung baholatiriladi va o'sha bilan siz shartnoma olgan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri ishga borishsiz yoki vrachlarimizniki, misol uchun u xuddi shunaqa MFA medizinische Fachangestellte dasturi, ya'ni vrachlarimiz borib ishlash huquqiga ega.
yoki hamshiralarimiz, xullas hammasi elektrik bo'lsa elektrik, logistika bo'lsa logistika borib ishlash huquqiga ega. Bu ikkinchisi edi, Fachkraft viza. Uchinchisi endi juda ham sporniy manda turadi. Har doim men o'ylaymanki, uchinchisi bu yaxshiroqlardan bittasi bu baribir universitetlar. Ya'ni vatandoshlarimiz IELTS 6,5 dan boshlaydigan bo'lsa, universitetga borib o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi yoki nemis tili B2, C1 bo'lishi kerak va ular borgandan keyin o'qish tekin, lekin siz o'zingizning hisobingizga pul qo'yishingiz keraksiz. Hozir oyiga 1091 yevrodan bo'lgan hisoblasangiz 12 oyga ko'paytirib yuborasiz. Bu nima uchun? Boyagi Ausbildung dasturida pul qo'ymaysiz, chunki davlat sizga pul beradi. Bu pul qo'yayotganingiz yoqqa borib o'qishingiz jarayonida sizga bir oylik pul yetadigan o'zingizni yashashingizga o'shani hisoblab chiqqan holatda hozirgi kunda 1091 yevroni tashkil qiladi. Ya'ni 12 ga ko'paytirib yuborasiz. Va uni plus tomoni o'qishingiz davomida agar uspevaymiz, ya'ni natijasi yaxshi bo'lsa o'qishda, siz 20 soat haftasiga ishlash huquqiga egasiz, xohlagan sohada. Bu ham juda ham zo'r imkoniyat, ya'ni siz Germaniyaga boryapsiz, o'qiyapsiz tekinga, plus siz 20 soat ishlash huquqiga egasiz. Ayrim joylarda stipendiyalar ham olishingiz mumkin. Grant yutib ketgan vatandoshlarimiz qancha bu bo'yicha. Shuning uchun bu ikkita dasturni men yaxshi, uchta dasturni belgilab o'taman. Undan keyin hozir ko'p ketayotganlar vatandoshlarimiz til kurslariga. Ya'ni O'zbekistonda til o'rganishga qiynaladi, boshlang'ichni A1, A2 ni aniqladida o'rganadi, keyin aytadi men Germaniyada sharoitda o'rganaman, tezroq integratsiya qilaman deydi. Ya'ni u yoqqa borib turib til kursida o'qib turib, ya'ni siz 20 soat ishlash huquqiga egasiz yana, lekin bitta narsani aytaman, ko'plar xato qiladi shu joyda. Sabab nimaga? Aytadi-da, men bu yerda o'rgana olmayman, yo'qda o'rganaman deydi. Kechirasiz. Siz o'tda o'rgana olmaysiz. Bu yerda o'rganmadingizmi nemis tilini? Yo'qda ham o'rgana olmaysiz. Shunaqa bolalarni bilaman, bu yerdan lijba ketyapsam degan, ketgan 6 oyda o'tda A1 ni ham o'rgana olmagan, hali 1 oyni bu yerda o'rgansa bo'ladigan. Afsuski qaytib ketishga majbur bo'ladi. Maslahat beraman, hech qachon imkoniyat borligida qarzga pul olib, kreditga pul olib, mashinani sotib, uyni sotib, hech qachon Germaniyaga harakat qilmang vizaga. Chunki halovatingiz yo'qoladi bu yerda. Ko'plar aytadi, hisobimga pul qo'yaman, tinchgina hisobimga pul qo'yaman deb til kursiga borib o'sha 20 soat ishlab qarzimni uzaman deydi. Ishlamaydi. Xayolingiz faqat pul topishda bo'ladi. O'qishni yig'ishtirib qo'yasiz. Pul o'ylaysiz. Ishga joylasha olmasangiz siqilasiz, stress holatiga berilasiz. Ko'rdik shunaqa holatlarni. Iltimos hammaga hech kim qarzga olib yoki mashinani sotib, uydagilarni ko'chada qoldirib bu ishni qilmanglar. Yoki lijba hisobimga pul qo'yaman, ketaman deb. Chunki ishlamaydigan funksiya. Mana shu narsani aytaman, shu narsani eshitayotganlar hech qachon qarz olib ish qilmaydi Germaniyada. Undan ko'ra sabr qilib B2 ni olib turib, boyga aytgandek Ausbildung yoki o'sha Fachkraft viza, ya'ni ishchi vizaniga harakat qilib ko'ring. Shunda siz konsalting uchramasdan o'zingiz hujjat to'playdigan bo'lsangiz yoki mana biz o'qitib berganimizdan keyin Tashqi ishlar migratsiyasi, yoshlar ishlari agentligi yoki biz o'sha yaxshi orfakalar bor ishlaydigan o'sha Germaniya xuddi minglab vatandoshlarimizga tekinga yordam beradigan ketishiga, lekin shu vatandoshlarimiz orqali ketsa bo'ladi. Undan ko'ra imkoniyatingiz yo'qmi? Yaxshilab tilni o'qing. Chunki bu juda arzonda. Yo'qda 6 oy til o'rganaman desangiz, kamida 12 ming, 13 ming pulingiz ketadi. Bu yerda ketsa bir где-то 300 dollaringiz ketsa kerak. Farqi juda katta-da. Shuning uchun bu yerda o'rganmadingizmi, u yerda o'rganmaysiz. Juda ko'p vatandoshlarimizni ko'rdim. Bu 4-inchisi bo'lsa. 5-6-yil bu FSY Freiwillige Sozialisiar 1 yillik ko'ngilli ishga borish, ya'ni ko'ngilli ishga borib turib, keyin boshqa ishga o'tib ketsa bo'ladi. Hozir u dastur bo'yicha ko'p odamlar keta olmayapti. Qizlarimiz yaxshi ko'radigan ko'proq oper, ya'ni enagalikka borish, bitta oilaga tushib turib, enagalik qilib turib, bolalar bilan o'sha yerda suhbatlashib, ko'proq o'sha uyda ham o'sha uyda qoladi, joy beradi, bitta xona beradi, o'sha yerda karmanni rasxod, ya'ni pul beradi. 500 yevroga. Yo'q, unaqa ko'p bermaydi. 230 shunaqa ko'p emas. 200-300 lar atrofida beradi. Ovqati tekin. O'tdan keyin til o'rganish imkoniyati ham beradi. Yaxshi oilaga tushib qolsangiz baxtingiz. Men aytaman, bu dasturni 50 ga 50 baholayman deyman-da. Chunki borgandan keyin qanaqa oilaga tushishingizni bilmaysiz. Nemisga tushsangiz shu yaxshiroqman deb o'ylayman.
lekin haligi misol uchun qanaqadir bolgar, ukrain yoki rus yoki hali boshqaga tushadigan bo'lsangiz, ular faqat ishlatib aniqladida, sizni kelajagingiz haqida o'ylamaydi. Bir xilligi balki bizani madaniyatimiz o'tni madaniyati boshqacha, urf-odatlari boshqacha, oilasi to'g'ri keladimi yo'qmi bilmaymiz. Shuning uchun bu dasturni 50/50 hisoblayman. Eng yoqtirmaydigan dasturimni ham aytib o'taman. Eng yoqtirmaydigani ishoning, work and travel dasturi bor. Qonni ichadigan, biznesga o'tib ketgan dasturlardan bittasi. Work and travel dasturi, ya'ni mavsumiyda o'sha talabalarimiz 3 oy borib ishlab kelaman deydi. Voy, hozir boyib ketadi deb o'ylaydi. Hali 1 yil oldin harakatni boshlaydi hujjatlarni. Konsaltingda juda ko'p chiqadi. Yuzlab odamlarning hujjatini oladi. Oladi. Keyin shundoq keladida vaqt. Mana bu yil vizametrik nimaga yopilib ketdi? Sel vizametrik. Mana shu work and travelchilarning orqasidan yopildi deb o'ylayman-da. Tushunaman, hammani borgisi keladi. Mavsumiy ish, work and travel dasturi pul qiladigan mavsumda talabalar aniqladi. Viza birinchidan ko'plar yoqdan soxta hujjat jo'natadi. Bor, zo'r konsaltingda bor. Men ularga gap deyishim mumkin emas. Taniydigan 5-6 ta zo'rlari bor. Haqiqatan ham ishini bajaradigan. Uni orqasidan pul ishlayman deganda yuzlab chiqib qoladi-da. Hujjatlar soxta yo'q, kechikib keladi, xullas. Kimdirlar termin ololmaydi, ya'ni anaqaga vizametrikka ololmadi, o'chirit qanchasi yuzlab vatandoshlarimiz vizametrik soqqa qilishni o'tib ketadi, kimdirga o'chirt olib beradi, kimga bu yerda pulga aylanib ketadi hammasi. Hali bola ketguncha shunaqa stressga beriladi, shundan 30-40% ketadigan bo'lsa, shuncha to'plaganda. Borgandan keyin ko'pi ish beruvchisiga yoki norozi bo'ladi, bittasi men og'ir ishda ishlagim kelmaydi deydi, bittasi men cho'chixonaga tushib qoldim deydi, o'tda ishlagim kelmaydi. Shunaqa ajotaj bo'ladi, ko'plar bir xilla 1 oy ishlatadi, 1 oydan keyin ish yo'q deydi, bo'ldi. U bola pul katta investitsiya qilib qo'ygan bunga. Haligi konsalting firmalarga pul berib qo'ygan, undan tashqari biletlariga pul ketgan. Stress. Borguncha stress, yoqqa tushgandan keyin stress, 1 oydan keyin qaytib ketishiga to'g'ri kelib qoladi. Mana yaqinda ham shunaqa bo'ldi. Kamida yuzlab chiqadi work and travel paytida. Yuzlab, minglab vatandoshlarimiz ish topib bering, ko'chadami, vokzaldami unaqa. Men o'ylaymanda bu menimcha o'zini oqlamayotgan bir dasturlardan bittasi hisoblayman work and travelni. O'zi hamma dasturda qiyinchilik bor. Boyaga Ausbildung ham o'zini qiyinchiligi bor. Til kursiga kelganlar ham keyin ish topa olmasligi mumkin, lekin bitta narsa, biz qanaqa insonmiz? Mana siz, men, sizlar o'tirgan. Men misol uchun bitta qanaqadir ish boshladimmi, o'sha prava voqeasida imtihondan yiqildimmi, pravadan yoki o'qishga kira olmadikmi, yo bu yoqqa yoki ishdan haydab yuborishni nima qilamiz? Aybdorni o'zimizdan qidirmaymizda. Boshlaymiz. U unaqa edi, bu bunaqa edi, buni qilmadik, uni qilmadik. Nemis boyagi meni yiqitdi deb aybni ulardan qidiramizda, o'zimizdan qidirmaymiz. Xuddi shunaqa kimdir borib turib Germaniyaga ishga joylasha olmasa, mana shunaqa holat bo'ldi. Til kursiga borgan, o'sha yerdagilar tanish bilish qilib turib, 3 ta joyga ishga olib kirib qo'yapti, tilni o'rganmagan, oddiy. Bor, anuni qil desa ham qishloq xo'jaligida bor, ani qulpiningni olib kel yoki o't yashillarni olib borib tushunmagandan keyin nima qiladi nemis uni? Qo'lidan ushlab olib yurmaydi. Oddiy elementar narsa. Ishdan bo'shatib yuboradi. Ikkinchi joyga olib kiryapti, og'ir ekanda ishi deydi. O'zi ketib qolyapti. Uchinchisida unda keyin boshlanadi. Bizani aldashdi. Haqiqatan aldanganlar bor. O'zi qo'vin tushirib turib, o'zini aybini hech kim tan olmaydi. Menga o'xshab deylik. Birovdan ayb qidirishni boshlaydi. Yoki euforiyaga berilib ketadi. Ya'ni ketayotganda boshqa fikrda, hozir boraman, 3 oyda boyib ketaman. 10 ming pul ishlab kelaman. Hozir work and travelga boraman. Tak 3 mingdan topadigan bo'lsa, men qo'shimcha yana ishlayman-da. 3,5 ming, 4 mingdan hisoblaydi. 3,5 mingdan topsam zo'r ekan. 3 oy ishlaydigan bo'lsam, tak 10 mingdan oshar ekan. Voy, mazza, men talaba borib hozir 10 minglik ish qilib kelaman deydi. Shu joyga borgandan keyin hayot boshqa. Ish beruvchi 18 soat yoki 20 soat ishlata olaman deydi. Hozir bizda vakansiya yo'q deydi. Yoki kam ish beradi, yoki 1 oy ishlatadi, yoki umuman kerak emassan deydi. Bizga hozir bizda ish qolmadi, o'zimizda muammo bo'lib qoldi deydi. Yoki aldanib borib qolgan bo'ladi. Mana bu euforiya ketdi-da.
yoki ishga borsa ham hozir men ham shunaqa borganman-da Germaniyaga. Shundoq borgandim, hozir 3000, tak 3,5 ming topsam, tak hozir 3,5 ming boraman, 3,5 ming topsam, tak 500 unga ketqizsam, uyga kamroq yesam 2,5 ming, 2800 qoladi. Mana shu fikrlar bilan borganmiz, lekin birinchi oyligim 700 euro chiqqanda ko'zimga yosh kelib ketdi. Ichimdan o'tganini o'zim bilaman-da. O'sha paytda sabr qilish kerak. Maqsad qildingizmi, oxirigacha borishingiz kerak. Qachonki boyaga achigan kapusta tugaydi, boyaga aytgan teoriyam, o'sha hayot tugagandan keyin sekin ochiladi. Hammamizni hayotimiz qanaqa? Biz boshqa davlatga ketyapmiz-ku. Biz u yerda mana biz yoshligimizda to'lsak, birinchi bog'chaga boramiz, til o'rganamiz, maktabga boramiz, qanaqa prosesdan o'tamiz. Keyin o'qishlarni bitirib ish qidirishni boshlaymiz, qiynalamiz ish qidirishda. Keyin mashina olishga harakat qilamiz, uy olishga harakat qilamiz. Biz bu yerda o'tirib olib, bittada borib shu narsaga erishishni xohlaymiz-da. Siz o'ylab ko'ring, O'zbekistonda shu narsalarga erishish uchun necha yil ketadi? Kamida 25-30 yoshga to'lishingiz kerak sizda bu narsalarga erishishingiz uchun. Uy olishingiz uchun 30 yoshgacha kamida harakat qilishingiz kerak-da O'zbekistonda. Yaxshi ketsa yoki mashina olishga. Qanaqa qilib bizni xayol bilan ketishimiz mumkinki, o'zimda ham bo'lganda, hozir borsam mashina olaman, uy olaman, u qilaman, bu qilaman, bittada erishishni. Axir biz yo'q ketyapmiz. Madaniyati boshqami? Xuddi shunaqa bu uydan bu anaqa mahalladan boshqa mahallaga ko'chsiz, qaytadan propiska ishlari, uy masalalari qancha vaqt oladi? Siz boshqa davlatga ketyapsiz. Tili boshqami, madaniyati boshqami, urf-odati boshqami, ish jarayoni boshqami, o'sha naloglar yoki o'sha byurokratik hujjatlar umuman boshqami, yana noldan o'rganamiz. Shu narsani oldindan, bekorga aytmayman, shu narsani oldindan tayyorgarlik ko'rsa odam, mana shu narsaga oldindan harakat qilsa, miyasiga qo'ysa, ya'ni euforiyaga berilmasa, erishadi. Faqat sabr, toqat. Ya'ni menda o'ylaganman, yarim yil ketadi desam yoki 1 yil, akasi menga 3 yildan keyin sekin-sekin yaxshilanishni boshladi. Shunda ko'rganlar aytadi. Sizga mazada bir qarasa Shvetsariya, bir qarasangiz Avstriya, O'zbekistonda yuribsiz, mashinada minib yuribsiz, keladi, vaqt soati bor. Lekin uni orqasida mehnat turibdi. Hozir shu bitta aytgan gapingizdan bitta savol aniq beraman. O'sha aytgan gapingizdan o'zimizga o'zbeklar bor-ku, borishadi. Keyin misol mahalladoshlariga, og'ayinlariga men bu yoqdan faloncha summa pul topyapman degan narsa bor-da. Misol shaxsan o'zim shu narsani ko'rgan hisobda, misol rostdan $3000, €3000 pul bordir. Bunga ishonsa bo'ladi. Rostdan €3000 pul bor. Lekin u yerda faloncha summa, misol uchun kvartira, uy-joy, ovqat, boshqa narsa, kunlik, misol avtobus bilet, agar mashinasi bo'lmasa avtobus bilet, shu narsalarni hisobdan chiqarib tashlaydi-da. Misol odamlar ham aytadi, ishlayotgan odamlar ko'pini ko'rganman. Faloncha summa pul topyapman deydi. Keyin bu yoqda yurganlarga shu narsaga ishonadi. Keyin ishonadi, ko'payadi bu narsa bu. Yo'q, bu bor narsa, pul topadiganlar bor. Men taniyman. Juda ham ko'p vatandoshlarimiz bilan ko'rishaman. U vatandoshlarimiz ommada chiqmaydi, pul topadiganlar. Ko'rsatmaydi. Shunaqa akalarimizni bilaman, katta firmalarni, kuchli 10likka kiradigan firmalarni boshqaradigan akalarimiz bor o'z Germaniyada. Lekin boshida o'sha 12 yil, 13 yil bo'lganda borganiga, boshida oddiy o'sha magazinlarga, polkalarga tovar qo'yishdan boshlagan akalarimiz 10 yillab har xil ishlarni qilib ko'rishganda, to o'sha sohaga o'zini yo'lini topib ketguncha-da. Chunki o'sha yerdagi O'zbekistonda bilasizmi, bitta biznes boshlayman desangiz osonda, o'ta juda qiyin bir narsaga erishish. Byurokratiya ezboradi. Boshida borganda men to'g'risini aytaman, euforiyaga berilmash kerak. Bu yoqqa borgandan keyin boyaga aytgan integratsiyaga ham o'tib olish kerak. Hammada har xil jarayon bo'ladi. Men yaqinlarimni ham ko'rib turibman. Meni eshitib turganlar bo'lsa, o'sha yaqinlarimizda ham aytaman-da, hali integratsiyadan o'tmagan ekamiz deyman. Juda qattiq emotsiyalarga berilib ketishadi keyin. Chunki qarasangiz bir kun hayot yaxshida, yana stressga berilib qolamiz-da o'sha paytda. Chunki integratsiya juda og'ir o'tadi. Chunki yaqinlarimiz yonimizda emas, qiyin bo'lganimizda. Ishongan odamlarimiz yonimizda emas. Kimdir bilan o'zbekchalab gaplasha olmaysiz, dardingizni ayta olmaysiz. Pul topsa bo'ladi, lekin
10 minglab emas, 20 minglab emas, 8 ming emas, 5 ming emas, qo'lingizga tegadigan boyagi aytgan dasturlar bo'yicha kelsangiz, Ausbildungni bitirganingizdan keyin hozirgi hamshirani oyligi deylik, bruttoda chiqsa 3,5 ming, 4 ming chiqadigan bo'lsa, qo'liga tegadigani 2800, 3000. Agar tungi smenalarda ishlab, bayram kunlari shanba, yakshanba ishlasa, sal ko'proq chiqadi, nalog kamroq oshadi. 3 minglar atrofida desak bo'ladi. U qachon 3 yil o'qigandan keyin deyapman. Yoki vrachlarimiz borib turib, euforiyaga berilmasdan turib, borgandan keyin MFA dasturi bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, oddiy misol, bu yerda hamshiradan ham kam oladi boshda. Ko'proq o'ylaydi, hozir borsa vrach bo'lib ishlayapti deydi. Yo'q. Albatta. U MFA degani meditsinskiy fachangestellte hamshiraga tenglashtiraman, даже undan ham kam oyligi. U akalarimiz borib 2 yil birinchi ish o'rganadi, integratsiya qiladi. Undan keyin ular imtihon topshirish kerak. Fachsprachprüfung deyiladi nomi FSP. Fachsprachprüfungdan keyin, imtihondan o'tgandan keyin kerak bo'lsa Kenntnisprüfung topshiradi. Undan keyin vrach assistenti bo'lib ishlay oladi. Ana o'shandagina sal havo tiyishni boshlaydi. Haligi 2800, 3000lik bruttodagi oyligi 4000, 5000 ga chiqishni boshlaydi. Undan keyin 5 yil yana kamida o'sha должностьlar ishlab yuradi. 5 yildan keyingini mutaxassis, ya'ni fach arts, ya'ni узкий spetsialist bo'lib ishlash mumkin. O'shanda mana kresloda mazza qilib o'tiradi. O'shanda 8 ming, 10 ming, 12 ming oladigan bo'lsa ham qaychi degan narsa juda kuchli ishlaydi Germaniyada. 12 ming olsangiz shuni tirs kesadi, qo'lingizga 6 ming tushadi. Qancha ko'p olsangiz shuncha, ya'ni kesib tashlaydi. Qancha kam olsangiz shuncha kamroq nalog tushib qoladi. Shuni hisobiga aytaman. Qarang qanaqa qiyin yo'l. Bu yerda vrachlar 6 yil o'qigan O'zbekistonda yoki bir xil 8 yil o'qigan. Ya'ni tajriba ish orttirgan bu yerda. 5 yillab kimdir ishlagan, bir xil 2 yil, bir xil 3 yil, 6 yil. Yoqqa boryapti-da, MFA bo'lib ishlayapti 2 yil. Ya'ni oddiy ishda. Keyin yana 5 yil ishlaydi, yana imtihon topshiradi FSB. Undan keyin yana 5 yil ishlaydi, keyin vrach bo'lib узкий spetsialist ishlaydi. Qanaqa hayot, qancha bu necha yil o'tib ketadi, umr o'tib ketadi o'sha. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yo'l oson emas. Ketdi degani oddiy hozir vrach ishlaydi degani emas, hamshira yoki ishlaydi degani emas. Hamshirani bosqichini aytsam, shemazasi qochib qoladi. Hozir 1 soat gapirib berishim kerak, qanaqa dastur bu. Endi shu joyga aytaman, agar kimga qanaqa dasturlar qiziq bo'lsa, balki hozir aytadi, meni yo'nalishim qishloq xo'jaligi shunga o'xshagan. Juda ham ko'p o'sha Telegram kanalda jonli muloqotlar o'tkazaman. Bu bo'yicha juda ham ko'p 2 soatlik har bitta dasturlar bo'yicha kimga qiziq bo'lsa, bemalol o'sha o'zining dasturi bo'yicha o'tkazganda eshitish mumkin. Vaqtni olmaslik maqsadida. Shu. Hozir endi bitta savolim bor edi. Hozir yaqinda eshitgan bo'lsangiz, o'sha Yevropaga ishga, aynan Germaniya emas, endi Germaniya Yevropaga ishga jo'natish bo'yicha bitta firma, tur firma deylik, odamlarni aldadi. Agar eshitib qolgan bo'lsangiz, reklama orqali ko'rdim, juda ko'p ko'rdim. Aybdor blogerlar bo'lganini ham bildim. O'sha bo'yicha o'sha odamlar, o'zimiz o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz deydimi, aldanib qolmasligi uchun shunaqa firmalarga nimalarga e'tibor berish kerak birinchi o'rinda? Mana bu savolni juda ham berdilar. Bu holatda, o'sha aldanib qolganlarning holatida har bittamiz bo'lishimiz mumkin. Aldanmaslik uchun sizga eng zo'r yo'lini aytaman. Birinchisi, do'stlar, sizga katta oylik taklif qilishyaptimi? Bu sizga qizil chiroq bo'lsin, signal bo'lsin. Ya'ni sizga 3,5 ming, 4 ming, 5 ming, 6 ming, 7 ming oylik deyaptimi? Sizga aytaman, Germaniyada oliy ma'lumotli odam bitirgandan keyin hozir aytganimdek 4 ming chiqsa oyligi qo'liga tegadigani 2,5 ming, 3 ming bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib siz til bilmasdan turib, ko'plarni ularni gapi rus tilini bilsangiz bo'ldi deydi. Rus tilini bilsangiz bo'ldi. Bu insondan qoching. Men sizga keyslarni aytib beraman. Kuniga men ko'rganim, chunki 2 ming, 3 ming soобщение keladi, ulardan ko'ra olsam, bir где-то 50 tasini o'qiy olaman, ulguraman. O'shalarning ichida ko'p aldanib qoldim deydi. Telegram orqali aldanishadi ko'pincha. Yoki mana ochib qo'ygan firmalar. Aldanmaslik uchun birinchi galda qarang, nimaga qaraysiz? Oylik katta bo'lsa, ehtiyot bo'lasiz, oylik.
Keyin telegramlardan ko'p aldanadiganlar eng aksariyati bu faqat o'zimizda ochib turib qilgan narsa. Lekin telegramlarda hech kim aytmaydi u narsani, yuzlab vatandoshlarimiz aldanayotgan. Bitta akamiz Amazonga xotinga ishga ketmoqchilar. Chiqqan aloqaga zo'r hujjatlarni tashlagan. Uni kimlar qilishini ham aytaman. So'ng Ukrainadan o'sha urushdan qochganlar borib turib yashash uchun o'sha yerda oladi, nemetskiy nomer oladi, o'sha anaqasini, ya'ni lokatsiyasini, joyini qo'yadi, o'ziga ofis qilgandek qilib turib, chiroyli qilib turib sizga jo'natadi. Hujjatlar shunga o'xshagan narsalar. Eng zo'r klassika hozir shu ishlab turibdi. Mani bloklashga ham harakat qilishgan ular, ularni olib chiqqanimda. Xullas, akamizga aytibdi, bo'ldi ishga ruslar tako chiroyli rasmlar qo'yib qo'ygan, firmalarda ochkilarni taqib olishgan. Sizga shartnoma jo'natamiz, sizga hech narsa kerak emas, bizga yoqadi. Hech narsa kerak emas, sizdan biz hammasini qilamiz. Keyin shartnomangiz tayyor bo'lyapti, 500 bersangiz, уже srochniga o'tib qoladi. Уже munosabat o'rnatgandan keyin sizni, ya'ni обработка qilgandan keyin miyani psixologически 500 birinchi kam summa deb o'ylaysiz, 500. Keyin bo'ldi, mana shartnomang chiqdi, 500 yoki 1000 bersang, men senga jo'nataman deydi. Rasm takoy shartnomada e'tibor beringlar, shartnomada ko'plarni mashinalarnikida kecha bitta aka ko'rsatdi, menga shartnoma jo'natishdi. Ko'ring, rostmi shu deb turib. Men aytaman, qanaqadir oddiy anaqaga qishloq xo'jaligi petitsiya fabrikasiga ana gerbi, ana Germaniyani Bundestagdagi gerblarni qo'yib qo'yganda, men aytdim, aka dedim, siz hozir mana bu yerda petitsiya fabrikaga ishga kirayotganingizda sizga shartnoma turadimi? Ana Oliy Majlisning anaqalari, palatasini gerblari, mana shunaqalar bayroqlar qilib beradimi shartnomaga dedim. Juda ham ko'p mana shunaqa rasmli. Men umrbod ishchi shartnomamni olganda Germaniyada, umrbod ishchi shartnomam eng katta klinikadan bir varaqli qog'oz bo'lgan. Mana shunaqa oldi, orqa, pastda bitta imzo bo'lgan. Hech qanaqa pechat bo'lmagan. O'tda ko'rsangiz 10 xil pechatlar, burgutni rasmlari, bir narsalar sirrazu keting. Ehtiyot bo'ling undan. Akamizga o'shani qilgan 1000 yana olgan, 1,5 ming, keyin yana xullas aytgan bo'ldi, xotinga bilet olishinglar kerak, sizlar srochni degan, yana 1000 berganlar, samolyotga bilet, keyin elchixonadan vizaga o'chirta olishga yana shunaqa qilib akamiz 3 ming, 3,5 ming berganlar. Itogi nima bo'lyapti? O'sha qishloq sharoitida kerak bo'lsa uyini ham sotishgacha tayyor bo'lib qolgan, bo'ldi uchaman deb turib. Elchixonaning eshigining tagiga borib turibdilar, men ketishim kerakman, jo'natgan narsasi bilan siz haqi keldingiz, bo'lmagan narsa aldanibsiz. Aka topib bering o'shalarni, mana sizga lokatsiyasi. Aka yo'q, u joyda umuman u bino yo'q. U odamlarni topa olmaysiz. Shuning uchun aldanib qolmaslik uchun katta oylikdan soxta hujjatlar sirazi bilinadi. Keyin esingizdan chiqazmanglar. Hozir aytdim-a? Qancha vatandoshlarimiz til o'rganib ham qiyin bo'lyapti, ketishi oylab harakat qilyapti. Qanaqa qilib siz Britaniyaga ketib qolishingiz mumkin? Eng asosiysi sizga vizani ishoning, men ham, даже hokim ham, mahalla raisi ham, Germaniyadagi Scholz ham bermaydi. Bitta joydan olasiz. Ayniqsa ishchi vizani bo'lasizmi, sayohatga ham. Через elchixona. Elchixona sizga pechat urish kerak, elchi janoblari qo'l qo'yish kerak. U hech kim sizga vizani bermaydi. Uning uchun viza o'sha kiradigan bo'lsangiz, Toshkentdagi Germaniya elchixonasining saytida aynan siz boradigan dastur bo'yicha qanaqa hujjatlar taqdim qilishingiz yozilgan. Uni hech kim o'zgartira olmaydi. Oddiyda 5 minut vaqtingiz ketadi. Germaniya Toshkentdagi elchixonasi desangiz chiqib keladi. O'zbek tilida, rus tilida, nemis tilida. O'zbek tilini bosasiz. Ishga bo'lsa qanaqa hujjatlarni ko'rasiz kerakligini. Marhamat, o'sha yerdan bilib olsangiz bo'ladi. Rostmi yolg'onmi? O'sha yerda yozib qo'ygan. Sizga qanaqa til darajangiz kerak, hammasi bor. Blankalar bor. Boya dasturlar aytdingiz-ku, 5 ta dastur aytdingiz, o'zingizga yoqadigan. O'shaning 4-chisida o'qishga ketyapti dedingiz. Misol, qanchadir til kurslariga. O'sha umuman universitetlarga. Universitet 3-chisida. 3-chisiga. Universitetlar ketishyapti. O'sha borayotgan o'zbeklar rostdan o'qishyapti. Misol, qancha foiz o'qishyapti deb o'ylaysiz? Demak, qanchasi o'qiyapti? Aksariyati o'qiyapti. 80% deyman o'qiydi. Qolganlari boradi, 20 soat ishga o'tadi. 20 soat ishlab yurib, o'sha universitet bilmayman, ko'rdim, shunaqa gaplashaman, universitetga kamdan kam boradi yoki masofada o'qiydi. Asli 20 soat
o'qish и sayohatga o'tib ketadi. Maqsad universitet tugagandan keyin baribir ular u yerda qola olmaydi, biladi qaytib kelishini. Shu chunki ingliz tili bilan boradi, lekin Germaniyada keyin qolish uchun nemis tilining roli, o'rni va katta juda ham. Keyin уже universitet tugagandan keyin chiqib ishga joylasha olmaydi, qaytib kelishga majbur bo'ladi. Maqsad qilganlar уже ingliz tili ham, nemis tilisi ham bo'lsa, уже borib turib universitetdan keyin albatta kadr yaxshi bo'lsa olib qolishadi. Yaxshi joyga, любой joyga siz oddiy ishga borsangiz ham suhbatga, sizni tashqi ko'rinishingizdan boshlab bilimingizga qarab turib sizga ish o'rni beradi. U ham xuddi shunaqa. Siz borganingizdan keyin faqat ingliz tilida gapirsangiz o'tmaydi, chunki Germaniyada hamma deyarli nemis tilida gaplashadi. Даже oddiy lavashxonaga borib ishlayman desangiz ham ingliz tili bilan nemis buvi keladi yoki doda keladi yoki aka keladi, sizga aytadi. hätte gerne einmal so salat yoki siz tushunmaysiz ingliz tilida bo'lsa, aytmaysiz unga Germaniyada sen ingliz tilida gapirdi. Nemislar o'zining tilini hurmat qiladi, faqat nemis tilida gapiradi aslida. Mana shu narsaga yana bitta qiziq narsa borda. Misol uchun siz nemis tilini o'rganib Germaniyaga ketgansiz. Meni tanishim, deylik, misol uchun Abdulla degan tanishim Germaniyaga nemis tilini o'rganib ketdi. Misol Amerikaga ingliz tilini, lekin nimaga O'zbekistonga keladigan odamlar shunaqa o'zbek tilini o'rganib kelmaydi? Qiziq, bu mavzudan tashqari savol. O'zimga qiziq savol. Chunki men zo'r savol berasiz. Bitta o'zim misol boshqa joy, Rossiya, Ukraina, boshqa joy deylik, ularni tushunsa bo'ladi. O'zimiz Turkiya, o'zimiz qardosh xalq, tilimiz bir, boshqa dinimiz bir, udumlarimiz o'xshash yoki nima desam ekan, boshqa joydan keladi o'shalar. Xitoydan, yaqinda bitta Xitoy ko'rdim. Ruscha gapiryapti. Menga nimadir soat so'radi, men ruscha gapirdim. Men ruscha bilmayman dedim. Endi ruscha rostdan tushunaman, endi yaxshi emas. Ruscha bilmayman dedim. O'zbekcha gapirdim. O'zimda savol paydo bo'ldi. Nima uchun biz aynan o'zbeklar chetga borganda tilini o'rganib ketish kerak? Misol IELTS 7,5, 8,5 bilib ketishimiz kerak-da. Ular O'zbekistonga kelganda nima uchun o'zbek tilini o'rganib kelmaydi? Misol, bu savol berganingizni hozir tomoshabinlar o'tirganlar menimcha kommentariyaga yozib ketsa kerak o'zini fikrini. Lekin men ayta olamanki, reyting bor, oddiygina pasportlar reytingi, misol uchun deylik. Bundoq qaraydigan bo'lsangiz, o'sha Germaniyaniki ham 3-mi, hozir 4-o'rindami turibdi-da. Reyting bo'yicha 190 ta davlatga bora oladi-da bemalol, bezvizoviy rejim. Endi o'sha savolingizga aytaman, O'zbekistonga menimcha hali bir 2-3 yil bordi bu narsaga. Qalsi ichida aytaman. Lekin bizga menimcha juda uzoq hali, shu bizani tilimizni o'rganib, biz agar investor kirib kelsa biz xursand bo'lamiz-da. Yoki bizga даже bizani bozorda unaqa ish yo'q-da. Mana nemis kelib bu yerda nima ish qiladi? Yoki Amerikadan kelgan odam bu yerda qanaqa ish qila oladi? Nima uchun bizda O'zbekiston, ya'ni tilini o'rganish kerak? Qaysi ishda ishlash uchun? Qaysi oylikka? Savol beryapsiz mana. Yo'q, u ma'noda aytmadim. Misol ular rus tilini o'rganib kelishadi. O'zbek tilini emas, rus tilini. Yo'q, tushundim. Shuning uchun aytaman-da aka. Bizda mana bu yoqqa kelib turib, Xitoydan kelyapti, to'g'rimi? Xitoydan siz aytyapsiz, rus tilini o'rganib keladi. Yoki rus tilida gapiryapti deb turib, nimaga o'zbek tilini o'rganmaydi? Savol menimcha juda ham bir o'rinli, lekin javobini hammamiz bilamiz ichimizda. Chunki biz hali tayyor emasmiz. Biz hali u darajaga davlat sifatida menimcha hali yetib bormadik. Chunki biz O'zbekiston deganda biz ko'p blogerlar ham ko'ramiz, ko'chalarda odamlardan so'raydi-yu, men yaqinda o'zim ham o'tkazdim, oddiygina bayroqni ko'tarib turib, qayerdan kelganmiz? Mana shu qaysi bayroq desa bilmaydi. Qayerdan kelganmiz? Ko'rinishimiz qayerga o'xshaysa Pokistonmi deydi. Shunga o'xshagan. O'zbekiston borligini ham ko'plar bilmaydi. Xudo xolasa mana rivojlanish bo'lyapti. Sekin-sekin chiqib boryapmiz. Oldin biz sayohat nimaligini bilmagan vatandosh, faqat ishlashga borganmiz. Endi sayohatlarga ham juda ham boryapti. Men o'ylayman kirib keladi bu narsa, lekin ozgina vaqt kerak. Biz tayyor emasmiz bu narsaga. Bizani bu savol menimcha o'zingiz uchun qiziq savol berdingiz, lekin men primoy ayta olmayman buni nimagaligini. Tayyor emasmiz. Xullas. O'zbekiston umuman tayyor emas ekan bu narsaga. Sizni hurmat nima deydi? Biz mana nemis tilini nimaga o'rganamiz? Ishlash uchun, to'g'rimi, borish uchun. Biz yoqqa boramiz, nemis tilini o'rganishdan asosiy maqsad faqatgina pul topish, yashash o'shaqda, ya'ni yaxshi yashash uchun boramiz. To'g'rimi? Yoki Amerikaga nima uchun ketadi?
yaxshi yashash uchun ketadi. Lekin men bilamanki, nemis Amerikadagi O'zbekistonga kelib yaxshi yashash uchun kelmaydi, to'g'rimi? Buni siz ham bilasiz, men ham bilaman. Klimatdan boshlab turib, ob-havo, ya'ni naryoqdagi Google'ga kirsangiz, очень хорошо shu havo qanaqa turibdi, juda ham zo'r. Bu yoqqa kelgandan keyin 40 gradus yoki 35 gradus changni ko'rgandan keyin yaxshi yashamaydi. Bu yerda kelajagini ko'rmaydi-da. Bu yerdan yoqib ketadiganlar kelajagini ko'radi. Agar nemis O'zbekistonga kelib kelajagimni ko'raman deydigan bo'lsa, o'rganardi tilni. Yoki Amerika yoki Kanadadagi yashaydigan fuqaro O'zbekistonga kelib turib, o'tdan yaxshi yashashini bilganda o'rganardi. Afsuski unaqa emasligini bilamiz. Hamma biladi menimcha. Yana bitta narsa bordi. Nima deydi? Ko'pchilik qiziq O'zbekistonliklar ishga borishadi. Germaniyaga ishga deylik asosan. Asosan ko'p qatlamli nimalar qanaqa ishlar qilishadi? Germaniyaga ham ko'p qatlamli. Men aytgandek, hozirgi kunda juda ham dolzarb bo'lib turgani meditsinaga, elektriklar, meditsina vrachlarimizdan tortib hamshiralarimizgacha ham elektriklar juda ham ko'p, qishloq xo'jaligiga yo'nalishiga, qurilish sohasiga. Men bu Yevropa parkda juda minglab vatandoshlarimiz ishlaydi, ya'ni servis sohasida, mehmonxona sohasida, gastronomiya sohasida, xullas juda ham ko'p. Ayrim vatandoshlarimiz o'sha sohadan chiqib turib, misol uchun oddiy qishloq xo'jaligi sohasidan imенно ko'pligi tushuncha bo'lib qoladi. Bizanikilar faqat qul bo'lishga boradi deydi. Men aytaman, qishloq xo'jaligidan borgan akalarimizni taniyman-da, biznesmen bo'lib ketgan. Ya'ni nemis fermerlar bilan zo'r bo'lib ketganda bitta birni pivani qo'yadi, o'rtaga hamma ishini hal qilib yuboradi. Ularga o'g'itlar sotgan butun mash viloyatdagi hamma fermerlarni taniydi. Zo'r bo'lib ketgan nemislar bilan bilaman. Hamma narsa insonning o'ziga bog'liq. Yoki akalarimizni bilaman, oddiy taksidan boshlab turib o'sha joyda hozir o'zini juda ham katta S-klassdagi 20 tala mashinalari bor Mercedesda. Prezidentskiy FC Bayernni, Bavariyani futbolchilarini olib yuradigan o'sha firmalarni ochib tashashgan. Elitniy qilib turib servislarni qo'yib tashagan. Bor. O'sha aytaman, boshida qanoat qilib turib, chidab turib, chunki ko'plar aytadi, bizanikilar qul bo'lishga faqat boradi. Yo'q, vrachlarimiz ham boya aytdim, qiyin yo'l dedim-ku. O'sha yillardan o'tib turib o'zini anaqalarni ochib qo'ygan, klinikalarni ochishgan, praksislarni ochishgan vrachlarimiz bor. Bor juda ko'p. Hammasi kim mehnat qilgan bo'lsa, chiqqan. Yashayapti o'sha joyda. Qarang, yana bitta qiziq savol. Hozirgi ko'p hollarda aytdingizku, boya rus tilini bilib ketsang bo'ladi deyishdi. Dedingizku, bir xillab berishadi. Rostdan bitta narsa qo'shimcha qilib keta olaman. Shu narsaga endi Latviya, Litva, Estoniyaga rostdan rus tiliga bilib ketsa, menimcha ancha foyda, chunki ular sobiq Sovet davlati bo'lgan, o'sha uchun ular rus tilini bilishadi, 90% bilishadi. Lekin o'shanaqa bir xilla chiqib qoladi-ku. O'shani Latviya, Litvani vizasi yoki Polshani 3 yillik karta pobedasi eshitgan bo'lsangiz, o'sha bilan Germaniyaga ishga taklif qiladi. Ko'p eshitganman, senda Polsha karta pobedasi bormi? 3 yillik? Ha, bor. Senga Germaniyada qonuniy ish bor deyshadi. Qonuniy ish bor deyshadi. Ishlab keta olasan deyshadi. U gaplar qanchalik rost? Rost. Bu gaplar rost. Lekin o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Haqiqatan ham siz o'sha kelinglar bunday olaylik. Germaniya uchun Latviya, Litva davlatlari bu ikkinchi davlat hisoblanadi. SNG davlatlari Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston 3-davlatlarga kiradi. Siz o'sha Yevropa ittifoqi davlatiga boradigan davlatga borib turib, haqiqatan ham yashab turib, o'tda ozgina integratsiya qilsangiz, sizga beryapti o'sha pobeda Polshaniki yoki Latviyani VNJsi o'shalarni berishni boshlaydi. Siz o'tda yashaysizda, ko'plab vatandoshlarimiz nima qiladi? Ya'ni logistika sohasida ishlaydi. Aksariyatini aytaman, yoqqa boradiganlar yoki taksi qiladi yoki logistikada ishlaydi va o'sha yerda pravani oladi. Bu 95K mi bir narsa deyiladi. 95 kod. Kod o'sha kod deyshadi, nemislar 95 kod deyiladi, o'shani olishadi. Bu o'sha Germaniya hududiga ham o'tadi. Yoki o'sha Latviya, Litva, Polshaga borgandan keyin bu yerda ham juda ham katta pul ishlash mumkin. O'rtada turadiganlar pul ishlaydi. Yoki haqiqatan ham qilib beradiganlar bor. Ya'ni komandirovchni jo'natadi Germaniyaga. O'sha abr spravkami shunaqa degan narsa bor. Ya'ni siz Latviya, Litvaga borasiz, o'tda ishlaysiz, o'sha VNJni olgansiz, o'sha Latviya, Litvani o'sha yoki Polshani firmasi Germaniyada ham bor. Ular sizni komandirovkaga jo'natgandek bo'ladi, lekin siz eng muammolingiz
kimdirlarga pulla berasiz, qilasiz, 1000-2000 berasiz, lekin 3 oygina bo'lishingiz mumkin. Cho'zdirishingiz mumkin, kasal bo'ldi, yo'q, maksimal 6 oygacha yana qaytib ketishingiz kerak. Ikkinchi varianti bor, o'sha 95 kni olib turib yoki shunga o'xshatib turib, Germaniyada mana bitta akamiz bor, taniyman, oladida sizga shartnoma beradi. Ya'ni siz tilni ozgina o'rgansangiz, o'zingiz ustingizda ishlasangiz, shartnoma beradi. O'sha shartnoma orqali siz o'sha Latviyada bo'lsangiz yoki Litvada bo'lsangiz yoki Polshada bo'lsangiz, o'sha elchixonadan viza olishingiz mumkin Germaniyaga. Unda qonuniy o'tgan bo'lasiz, bu yoqqa ishga o'tasiz. Unda o'sha viza turi o'sha nemetskiga o'zgaradi. Erwerbtätigkeit, ya'ni o'sha ishlash huquqini beradi. Tak что bor. Bu juda ham qiyin, lekin qilayotgan akalarimiz, ukalarimiz bor. Hozir ham bitta savol bordi. Qanaqa? Lekin o'sha narsani bir oxirgacha yetkazib qo'yib, shu narsadan foydalanib bu qilinadigan bo'lsa 20% odamda shunaqa bo'ladi. 80% ya'ni firibgarlikka yana duch keladi. Shuni ham aytib o'tib ketay, hozir bor deb qo'yib, ertaga demak mumkin ekan deb turib firibgarga tushib qo'y. 20% ni qo'lidan keladi bu narsa. Haqiqatan ham firmalarga borib, lekin 80% nima deydi, firibgarlikka duch kelib, lijba pulini olib jo'nataveradi. Misol maktab tugatgan, maktab tugatdi, misol bu yil O'zbekistonda o'qishni xohlamayapti. O'qishni xohlamayapti, u Germaniyaga borib o'qimoqchi, o'zini karyera qilmoqchi Germaniyada. Unga aynan hozir qanday maslahat bera olasiz? Shu boyga aytganimdek, maktabni bitirgan bo'lsangiz, sizda maktab shahodatnomasi bo'lsa, 11-sinfni bitirganligi to'g'risida va sizda o'sha til darajangiz B2 darajada bo'ladigan bo'lsa, siz birinchi yilda Ausbildung qilishingiz mumkin. Boyga aytganimdek, bu eng oson, pul ketkazmaydigan yo'li. Uning uchun siz даже deylik o'sha qaysidir Ausbildung yo'nalishiga bormoqchi bo'lsangiz, bu yerda sal bo'lsa ham ish tajriba orttirib, o'sha hujjat qilib olsangiz, osonroq o'sha sizga Zusage, ya'ni o'qishingiz joyidan Zusage beradi, ruxsatnoma. Uning uchun o'sha o'qishga ruxsatnoma deyiladi bu. Misol uchun deylik, o'sha medbrat bo'lmoqchimi akamiz, bu yerda qanaqadir joyda ko'ngilli yoki qanaqadir klinikada yordamchi bo'lib ishlab, ish tajribasi ozgina bor degan, ya'ni maktabni bitirgandan keyin o'sha bilan ketsa bo'ladi, B2 sertifikat bilan. Yoki ikkinchi variantda, agar universitetda o'qiyman desa, to'g'ridan-to'g'ri keta olmaydi universitetga, 18 maktabni bitirib, uning uchun yoki Germaniyaga borib student kollej qiladi, 1 yil yana o'qiydi, o'zini hisobiga pul qo'yib turib, 1 yillik borib student kollej qilib, imtihon topshirgandan keyin universitetga o'tib ketish imkoniyati bor. Bu ikkinchi yo'li. Yoki O'zbekistonda universitetni 1 yil yoki 2 yil o'qigan bo'lsa va to'xtatgan bo'lsa, u to'g'ridan-to'g'ri universitetga topshirish huquqiga ega. Lekin to'g'ridan-to'g'ri maktabni bitirib ishlashga borib bo'lmaydi. Kecha bittasi so'radi. Aka deydi, men deydi, Ausbildung 3 yil qilamanmi dedi. Men aytdim, "Necha yoshsiz?" desam, 17 yoshman dedi. Nima dedim? Nima qilmoqchisiz? To'g'ridan-to'g'ri ishga bormoqchimisan? Yo'q deydi, o'sha Ausbildungga 3 yilga emas, shu 2-kursdanmi yo 3-kursdanmi boshlasam bo'lmaydimi deydi. Aytdim, 17 yosh ekansiz. Men Germaniyaga qadam bosganimda 32-31 yoshlar edim. Sabr yo'q yoshlarimizda. Uzoqni ko'ra bilish yo'q. Siz yana qarangda, misol bo'lib qoladi-ku. Bir xil blogerlar chiqadi. Misol sayohatga borayotganlar yoki boshqa u yoqda muqim yashayotganlar, ba'zi birlar aytadi, O'zbekistonliklar bir-birini aldaydi degan narsa bo'ladi. Umuman Germaniyadagi o'zbekistonliklarda birdamlik qanday? Ya'ni bir-birini qo'llab-quvvatlash, ruschasiga aytganda поддержка. Поддержка. Birdamlik deganda ko'plar aytadi, o'zbekni yomon qiladi, shunga o'xshagan gaplarni ko'p eshitamizda. O'zimning misolimda mana o'tirganlar biladi. Men Regensburg shahriga kelganimda, o'sha Germaniyaga, men yashaydigan shaharga, yomg'irli qal'a deyiladi o'rni. Biz 2-3 kishi edikda. Hozir 50 ga yaqin vatandoshimiz bo'lsa, O'zbekistondagi yo'q mehr-oqibatni ko'ramiz bir-birimizdan. Qo'rqmasdan ayta olaman. Bu 1 kun, 2 kun davom etayotgani yo'q, o'sha 1 yillab davom etyapti bu. Har hafta videolar juda ko'p qo'yaman. O'rmonlarning ichida futbol o'ynaydigan joylarimiz borda, yig'ilishamizda 15 ta, 10 ta, 20 ta nechta kelsa kelamiz, shanba kuni futbol o'ynaymiz, bozorlik qilamiz, o'zimizni o'zbek choyxonalariga jam ochganmiz, o'zimiz borib osh yoki qozon kaboblar pishirib o'tiramiz. Mana men ko'chdim yaqinda, ishoning, 4 soatda 16 ta o'zbek vatandoshimiz kelib, 4 soatda ko'chirib tashladik-da Germaniya hududida. Endi siz ko'cha degan bo'lsangiz, nechta odam keladi? Bir o'zingizga savol berib qo'ying, lekin Germaniya hududida bitta iltimos natijasida kelib turib shu narsani yordamlashib juda ko'p ko'raman.
bor. O'zbeklar o'zini podдержка qiladi. Lekin siz aytganingizning ichida bitta odamni qilgan xatti-harakati natijasida kimdirni aldab ketish natijasida, chunki foydalanadi bu narsadan, aldab ketish natijasida judayam xunuk, ya'ni holat bo'ladi. Keyin u odam butun hamma o'zbeklar haqida yomon fikr aytadi. Aslida hammamiz unaqa yomon emasmiz. Oramizda bor. O'zbekistonda ham bor. Mana qancha chiqdi boyagi firibgar firma dedingiz, yoki shunga o'xshagan narsa. Oramizda ham bor unaqa odamlar. Lekin u degani butun bizani o'sha xalqimiz shunaqa odam degani emas. Diyonatli, ilmli, bilimli, dunyoqarashi keng vatandoshlarimiz juda ham ko'p halol mehnat qilib yurganlar. Xuddi o'shanaqa Germaniyada ham shunaqa. Orada bitta ikkita odam chiqib qolishi mumkin, lekin qolganlar ahil deb o'ylayman. Hozir Germaniyaga, umuman Yevropaga yoki Germaniyaga bormoqchi bo'layotgan odamlar endi ko'p asosan bu toifa yosh toifalar bo'lyapti. Hozir aytdingiz-ku 17-20, zo'r kelsa oshib ketsa 25 bo'lyapti. Ya 30-40 ham yuribdi. 40 nisbatan talab yuqoriroq demoqchi. Shu 30-35 yoshgacha ham talab yaxshi ketyapti hozir. O'shalar misol uchun baribir endi O'zbekistondan chiqib ketyapti boshqa muhit. Ular qanday holatda ruhiy tayyorgarlik bo'lib borish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni o'zini nisbatan zo'r jannat makon joyiga emas, misol uchun nima desam ekan, qiyinchiliklari ham bor joyga ketayotgan o'ta. Mana shu joyga boya qiyinchiliklarni aytaman-da. Siz hozir har bittamiz Germaniyaga ketishdan oldin, ayniqsa o'sha 25 dan 30, 35, 40 yoshdagilarda komfort bor-da uyimizda. Siz ertalab turasiz, kuxnyangiz bor, choy ichasiz, o'zingizni hojatxonangiz bor, o'zingizni yotadigan yastig'ingiz bor, kravatingiz bor, konditsioneringiz bor, hammada komfort bor-da, o'zini uyi bor. Mashinasi bor ayrimlarning ishi bor. Muloqot qiladigan yaqin insonlari bor. Lekin siz yoqqa boradigan bo'lsangiz, siz boshida deylik, o'sha yoshlardan boshlab turib, siz balki Vonheimda yashaysiz, ya'ni bitta uyda bitta xonada ikkita odam yotadi, yonidagi xonada yana ikkita odam yotadi. Hojatxonasi umumiy bo'ladi. Ertalab turasiz, kimdir hojatxonasini yuvmay ketgan bo'lishi mumkin. Yoki siz yotasiz, kechqurun sherigingiz xurray yotadi. U balki boshqa davlatdandir. Misol uchun madaniyati umuman boshqachadir. Sizga umuman to'g'ri kelmaydigandir. Ana o'sha paytda siz zona komfortdan chiqishni boshlaysiz. Ana o'sha joyda siz his qilasiz, ya'ni sizga o'rganib qolgan, siz mazza qilgan hayotingizdan, ya'ni o'zingizga sharoit yaratilganda boshqa joyga ketyapsiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, borgandan keyin bu narsalarga ma'naviy, ruhiy tayyor bo'lib boradigan bo'lsa, odam shunda qiyinchilikni ko'rmaydi. Hozir bor mazza qilib dachaladamiz, u yerda har bir qari sher qadrlanadi. Qanaqa uy topish qiyinligini bilamiz. Oylab, yillab topa olmayotgan o'sha даже nemis bolalarni ham bilaman, uy ola olmayotganligini. Qanchalik qiyinligini arendaga u O'zbekistonga o'xshab bir kunda emas, oylab, ya'ni bitta uyga 10 talab odamlar da'vogarlik qiladi. Xuddi shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Ya'ni ketishdan oldin iltimos qilaman, euforiyaga berilmanglar. Borgan joyingizda qattiq yotishingiz, sizga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, o'tdagi yeb ichishlaringiz, o'sha narsalar juda ham qiyin bo'lishi mumkin. O'zimizni ovqatlab bo'lmaydi o'tda. Xohlasangiz mana bu yoqqa kirasizda, bitta shashlik yesangiz, misol uchun deylik, to'lasangiz 2 yevro to'laysiz deylik, o'tni pulda 27 ming so'm yoki 30 ming so'm. Siz o'tda 2 yevroga parkovkaga yarim soatga parkovka qilasiz mashinangizni. Shashlik yemoqchi bo'lsangiz, bu yerga yemoqchi bo'lganingizni tayyor turing, 20 yevro, 30 yevro pul to'lab chiqishga. Yoki mana men Shveysariyaga bordim, uydagilar bilan bordim, qiziq holat bo'ldi, otam aytdilar, "Men bitta to'lay bo'lam" dedilar. "Hatay kerak emas, samam turib oldilar, to'layman" dedilar ota. Mayli dedim. Kirdik. Shunda kirdik, ya'ni burgerga o'xshagan narsa bulichkasidan zakaz qilyaptilar. Ana ekranda zakaz qilasiz, ting zakaz qilamiz. Narxlari frank, shveytsarskiy frankda 17, 18 mana shunaqada. Shveytsarskiy frank endi yevrodan dollar qimmat bo'lsa, yevro undan qimmat, shveytsarskiy frank undan ham qimmat. Oxirida 3 kishiga qimmatligi uchun bittadan bulichka oldik. Bitta suv oldik. Qarabsizki, yevroda 50 yevro bo'ldi. Bizani pulda qancha bo'ladi bu? 700 mingdan oshadi. 700 mingdan oshadi. Adam jahli chiqaman, bu 50 mingga qancha O'zbekistonda ovqatlansa bo'ladi deydi. Endi 700 mingga qancha anaqa yesa bo'ladi, u produktda qilib turib. Bir hafta ovqatlanaman mazza qilib. O'tirimiz, qorni och kutib o'tiramiz. Men shunda bulichka keldi. Ishoning, mana shunday. Shvetsariya. Oyligi zo'rda o'tdi.
10 ming, 12 ming topishadi bekorga emasda. Shuni hisobiga aytmoqchimanki, u narsalar yo'q bo'lib qoladi-da. Siz borganingizdan keyin bu yerdagi komfort o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Yo'l kiralar qimmat qarasangiz, yashash qimmat, uy qimmat, magazinga kirsangiz u qimmat. Olma olaman desangiz, bu yerda suv tekin bo'lgan bo'lsa, u yerda 2 yevro, 3 yevro, 4 yevroga aylanadi. Hamma narsa ruhiy ta'sir qiladi va siz o'ylagan daraxt, pul daraxti afsuski yo'q bo'ladi u yerda. Undoq yul oladigan daraxt yo'q. Undoq terib turib jo'natadigan uyga pul yo'q. Qarabsizki, kelganingizdan keyin bir haftadan keyin do'stingiz telefon qiladi. Ha, Bobur yaxshi yetib oldingmi? Bizga bitta iPhone jo'natib ber. Mazza qilaylik. Biz ham bir mazza qilib yuribsanmi? U pechor ichidan nima o'tayotganini o'zi biladi. Uydagilar chiqadi. O'g'lim, haligini kreditni to'lash kerak edi, olib ketuvding-ku. Endi nima qilamiz uni? Ozgina nima bo'ldi? 1-2 so'm topdingmi? Haligi bechora ichidan nima o'tganini biladi, shunda. O'tda yurgan odam. Unga vaqt kerak, boya aytgandek, yarim yil, 1 yil tinchiga qo'yish kerak. Oxirgi savolim. Germaniyaga bormoqchi bo'lgan odamlarga hech qayerda aytmagan, faqat aytgandirsiz, tavsiya. Hech qayerda aytmagan tavsiyam Germaniyaga kelmoqchi bo'lganligi. Tavsiya shuni aytaman. Germaniyaga ras kelmoqchimisiz? Boshida qiyinchiliklarga o'zingizni ruhan tayyorlantirib qo'ying. Shunda o'tda tayyor bo'lib borasiz. Euforiyaga, ya'ni berilmasdan. Mana misol uchun ko'plar O'zbekistonga kelayotganimda mendan so'rashdi, bu issiq ekanmi? Yo'qda 20 gradusda yozni o'tkazgan odamga bu yoqqa kelib turib 40 ga tushsa qanaqa bo'ladi? Men aytdim, yo'q. Sabab men bu yoqqa komandirovkaga отпускаga ketayotganimda, ta'tilga men o'zimni miyamga sindirdim. Men O'zbekistonga ketyapman. Terlab ketasan, issiq, jazirama. O'zimga agar hozir aytganimda borib maza qilib dam olasan deganimda, menga bu boshqacha ta'sir qilardi. Maza qilib dam ola olmasligimni bilaman-da, chunki studiyada o'tiramiz, 3 soat, 4 soat keyin yig'ilishlar o'tkazamiz. Ko'chaga chiqsa issiq, men ko'chada taksida yuradi yoki metroga tushasiz, yo bu yoq shunaqa issiqligini o'zimga ma'naviy, ruhiy sindirib qo'yganman. Keldim, yuribman, aktivniyman-da, chunki u yerda tayyorlab qo'ydim ruhan o'zimni. Agar men o'zimni nastroy hozir dachaga boraman, charog'da dam olaman, mazza qilib salqinda yotaman deganimda, hozir kasal bo'lib qolgan bo'lardim. Xuddi shunaqa, agar siz ruhan o'zingizni tayyorlasangiz, ya'ni hozir borsam bitta xonada 4 ta odam yotadi, bitta Afrika davlatidan u 40 befarosat bo'ladi, hojatxonasini yumaydi misol uchun, ovqatlarim juda ham qimmat bo'ladi, Roltonda o'tiraman, o'shanaqa xayolingizga surib tashlaydigan bo'lsangiz, 1 yilcha oylik olmasligingizni ham, даже o'shanisini ham o'ylab qo'ysangiz o'zingizga 1 yil ko'chada kerak bo'lsa bo'mshol yashayman deb turib, ya'ni 10 yevroga kerak bo'lsa 1 haftaga yetkazaman deb o'zingizni ruhan tayyorlantirib borsangiz, ishoning, siz ma'naviy tayyor bo'lasiz. Ruhan sizga bu nemislarda o'sha psixologiyada aytadi, resilience model deyiladi. Bu resilience, ya'ni o'sha qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan holatga yetib borasiz. O'sha joyda Toynisin, Dojinlarni ham eslab ketdim, lekin действительно aytaman, teoriyalarda siz o'zingizda o'sha immunitet hosil bo'ladi qiyinchilikka qarshi. Ana shu narsaga tayyor bo'lib borsangiz, xuddi o'xshab mazza qilib salqin studiyada suv ichib o'tirasiz. Agar ikki og'iz Daryo obunachilariga tilaklar, fikrlar bo'ldi. Demak, nima deya olaman? Avvalambor sizga va Daryo bizani mana shu studiyani tashkillashtirib, bizga sharoitlar yaratib bergan ahil jamoasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Boshqarmasiga ham, ishlarga va faoliyatingizga rivoj tilayman. Xudo xolasa, mana shunaqa ochiq muloqotlarni tashkillashtirirsanglar vatandoshlarimizga foydali bo'ladi. Ya'ni muammolarni ko'tarish orqali, ya'ni yashirish emas, faqat chiroyli joyini emas, bugunga o'xshab qiyinchiliklar, mana juda ham ko'p savollar berdingiz, qiyinchiliklar to'g'risida. Bu o'ylaymanki manfaatli bo'ladi. Shunda vatandoshlarimiz ko'proq natijaga erishadi, euforiyaga berilmaydi va maqsadini to'g'ri qo'ya oladi. Ishonaman, bu videoni ko'rgandan keyin naborot motivatsiya oshadi ko'plarda Germaniyaga borish uchun. Qiyinchiliklarni biladi, lekin motivatsiya oshadi.